Eng ko'p eshitiladigan savol. Har safar shunaqa savollar keladi. Qaysi savol? Qachon erga tegasiz? Da. Qachon Apatam bundan keyin nashniyasi qachon bo'ladi? Xudoga shukr, meni qaynonam zo'ra va shay so'ramaydilar. Klassno. O'zi просто men o'ylaymanki, bu kinolardan boshlanib kelganda, bu obraz. Yoki yomon kelin yoki yomon qaynona, слишком nima ilon bo'ladi, o'shanaqa bo'ladi. Это как kinodagi ayollarning obrazi, prototipi shunaqa-da. Biz leksiya eshitganmiz, Animalchip bizga kelganda, shu bo'yicha leksiya eshitgan. Chunki ayollarning bitta ikkita klishe roli bo'ladi-da. Masalan, aqlli, kuchli bo'lsa, bu negativ personaj. Глупыйroq, ozgina oddiyroq bo'lsa, pozitivniy personaj. Значит, yaxshi. Вот это неправильно. Уже, мне кажется, психологик внедрять qiladi, что глупенькийroq, nimaroq bo'lsa. Ayyor bo'lsa yaxshi emas. Kecha qalib Buxorolik qizlar nimalar deyishdi? Nima savollar berishdi? Zo'r bo'ldi, ko'p takliflar bo'ldi. Takliflar. Qiziqadimi? Yosh qizlar ham modellikka? Qiziqar ekan, lekin endi viloyatlarda baribir ozgina kamroq, biladiganlar ko'p soha haqida. Kimni tushunchasi kamroq bilishadi bu sohani, undan ham ko'p. Nima qilishni bilishmaydi, bu sohada вообще nimadan iborat modellik sohasi. Assalomu alaykum. Bu Sinchilik podkast. Bu safar biz siz bilan o'zbekona go'zallik, moda, diyeta, ayollar jamiyatidagi muammolar, stereotiplar, bosimlar haqida filtrsiz gaplashamiz. Mehmonlarimiz esa Yevropaning mashhur Saint Laurent, Louis Vuitton kabi brendlarida ishlagan, lekin hozir Toshkentga kelib o'zining shaxsiy brendini qurgan mashhur dizayner Elnora Rizayeva. Va ikkinchi mehmonimiz Navoiylik Miss O'zbekiston. O'zbekiston nomini tarixda birinchi marta Miss Universe go'zallik tanlovida munosib himoya qila olgan top model Nigina Faxriddinova. Rahmat. Sizlarni ko'rib juda ham xursand bo'ldim studiyamizda. Juda ham zo'r, unikal shaxslar yig'ildi bugun va o'ylaymanki, suhbat ham shunaqa qiziqarli, o'zimizga o'xshagan go'zal bo'ladi. Rostni aytsam, bu suhbatni anchadan beri kutganman. Men juda ham bilaman, sizni barcha intervyularingiz, podkastlaringiz, syujetlaringiz, reportajlaringiz dahshat qiziqarli chiqadi. Shuning uchun bugun suhbatimiz qiziq bo'lishiga aniq. Men birinchi marta shu Instagramimga Nigina Faxriddinova sizga obuna bo'ldi degan xabarni o'qib shunaqa xursand bo'lgan. Voy, bu Miss O'zbekiston-ku degan. Rahmat. Xo'p, qizlar, bu safar mana bugun biz ko'proq ayollar haqida gaplashamiz, o'zimiz bilan bog'liq va hamma uchun bizga o'xshagan hamma ayol qizlarga qiziq bo'ladigan mavzularda gaplashamiz. Elnora, siz Yevropaning mashhur, Fransiyaning mashhur hamma dizaynerlar orzu qiladigan brendlarida ishlab, Toshkentga qaytib kelgansiz. Vaholanki diplomingiz neft-gaz sohasida muhandis ekansiz. Butun dunyo dizaynerlari Fransiyada ishlashni orzu qiladi. Siz nima uchun yana Toshkentga qaytib kelgansiz? O'zim men Fransiyada o'qiyman deb hech qachon o'ylamaganman. Chunki neft-gazda o'qiganman. O'zi boshlasak, 16 yoshimda maktab bitirganimda adam so'raganlar. Sen qayerga ishga kirmoqchisan deb. Keyin men aytdim, men tikishni yaxshi ko'raman desam, adam menga tikuvchi bo'lasanmi desalar, men voy uyalib, yo'q, tikuvchi bo'lmayman dedim. Keyin mayli neft-gazda o'qiysan dedilar, chunki hamma ota-onalarga o'xshab, qanaqadir stabilniy professiya bo'lish kerak, har oyi oylik oladigan, ishga borib keladigan, shuning uchun neft-gazga kirganman. O'qigim вообще kelmadi. Juda ham qiziqarli emas edi, lekin adamdan bekitib dizaynerlikka o'qishga borganman. O'zimcha kolleksiyalar yaratib, qanaqadir g'alati kiyimlar qilib, oyimga tikib berardim narsalarni. Ishga kelganlarda hamma so'raydi, qayerdan bunaqa g'alati narsalar qilasiz? Keyin neft-gazda ishlaganim lekin zo'r bo'ldi. Chunki dizaynerlar qayerdan pul oladi deyshadi deydi, kolleksiyalarini yaratishga. Men ishlaganman, juda zo'r pul topganman. Hamma pul qayerda? Neft-gaz sohasida. Unchalik emas, lekin men juda zo'r отделga tushganman-da va shunaqa отдел qidirganman. Ishlasam yaxshi joyda ishlaydiganman. Oyligimni olishim bilan Chorsuga chiqib, matolarni olib, kiyimlarni, kolleksiyalarni tiktirib, keyin defile qilardim-da. Har xil konkurslarda qatnashardim. Bitta birinchi konkursimda yutganman, bolajonlar shirin to'yladi. Yutganimda juda hayron bo'lganman. O'sha paytda Alximik degan kitob chiqqanda, "Sani o'zingning ishing bo'lsa, sani yo'ling bo'lsa, birinchidan yutasan zo'r bo'ladi" deganda, voy, meni yo'limaga deb qo'yganman. Keyin neft-gazdan ketganimdan keyin menga yoqmaganda, baribir odam tushunadi-ku, bu ish bilan shug'ullangim kelmayapti deb. Keyin fransuzskiy sentrga borib o'tdim. O'zim fransuz tilini o'rganaman dedim. Ingliz tilida o'sha gapirardim.
fransuz tilini 5 oyda o'rganib ketdim. Keyin eshitdim ularda grantlar, har xil narsalar bor ekanda. O'sha yerda Fransiyaga borib o'qisa bo'lar ekan. Keyin aytdim, grant neft gaz sohasida olsam, qiziqi yo'q, вообще qiziqi yo'q. Lekin dizaynerlikka o'qish juda qimmat edi. Chunki Fransiyaga ketayotganimizda, o'zi Fransiyada o'qish eng arzon deb hisoblanadi. Yo'q. Masalan, Angliyaga borsangiz, undan qimmat, Amerikaga borsangiz, undan ham qimmat. Fransiyada o'qish o'sha paytlar 8000 yevrodan 12000, 15000 yevrogacha yetardi bir yiliga. Bu unchalik qimmat emas. Parsons University bor edi Fransiyada, amerikalik. U 40000 yevro edi. Shu Parsons 40000 yevrosini ko'rgandim, o'shanda 40000 yevroga 4 ta xonadon olsa bo'lardi. To'g'ri. Xo'p, o'ylab ko'raylik dedik. Kirayotganimda ekzamenni topshirdim, ekzamendan o'tdim, hammasi yaxshi bo'ldi. Keyin erga tegyaptim, turmushga chiqyaptim. Turmushga chiqayotganimda erim oilasi aytib, bizga mebel hech narsa kerak emas, davay ularni Fransiyaga jo'nataylik deb oyimlar odamlar gaplashgan. Va zo'r deb hamma mebellarimni, sarpolarimni pulini mana o'qishimga pul tikishgan. Zo'r. Keyin o'sha yerga borganmiz. O'sha yerda o'qib ishlash kerak. Chunki men 26 yoshman, oyimga ada pul jo'nataylik deb o'tira olmayman. Уже совсем взрослыйman-da, o'zbekcha standartga qarasa, уже opoqiga o'xshagan. Men kichkinaligimda 26 yoshli qizlar уже vosh ayol edi-da. Rosa ishlaganman, 5 ta ishda ishlaganman. Hamma yoqda stajirovkamni, ishimni bir narsalar qidirib yurganman. Fotograf bo'lib ishlaganman, studiya звукозаписida. Keyin uni rukovodить qilganman. Keyin afrikan ayollarga tikish o'rgatganman. Ko'chada topib, qayerdadir magazinda surishtirganini ko'rib, "Davay men o'rgataman" deb yurganman. Fransiyada, Parijda. Ha, Parijda. Keyin rasmga olganman, fotograf bo'lib, har xil ayollarni, parachkalarni olganman. Zakazga tikkanman. Afrikan ayollarga tikkanman. Bir xil Germaniyadan menga tiktirishga kelishardi-da. Ha, keyin qarasam stajirovka qilsa bo'lar ekan, ofitsialniy xatgadir kirib. Chunki bir payt 2-kursdan keyin o'ylanib qoldim. Men fotograf bo'lamanmi yoki dizayner bo'lamanmi? O'zi nega keldim Parijga? Ha, nimaga o'zi keldim? Men fotograflikka kelmadim, men dizaynerlikka keldim dedim. Keyin rosa bepul ishladim. Majbur bo'libsiz baribir. Yo'l kiramni ham to'lashmagan, prosta kelib ishlab ketardim, lekin bitta narsa bor. Rosa zo'r lyuks va bunaqa premialni qimmat kiyimlarni berishgan. Shunisi zo'r. Lekin hammasi 34-razmer bo'lgan. Men kimga berishni ham bilmaganman, to'g'risini aytsam, shunaqa ozg'in his, men niginani tanimaganman deb. Yo'q, men unda unaqa ozg'in bo'lmaganman. Keyin mana bir payt bitta o'rtog'im keldi. U bitta dizaynerda ishlaganda, u dizayner o'rtog'i o'sha atelyeni direktor bo'lgan ekanda, ular stajyor qidirishgan. Meni o'rtog'im kreativniy ishlarni unchalik yaxshi ko'rmagan. Va u yaponetsda, yaponlar ular hammasi takoy texnik narsalarni yaxshi ko'rishadi. Andozachilik. U aytdi, "Men bitta zo'r o'rtog'im bor, o'sha bilan gaplashib chiqaylik." O'zi Louis Vuitton juda kam qo'yadi-da, anonslarini internetga. Masalan, men million marta qidirib kelganman, ularni magaziniga ham borganman, ofisiga ham borganman, hamma yoqqa borganman, ishimiz yo'q deb yurishgan. Vdруг bu meni chaqiryapti, men atelyega kelaman, hamma narsalarimni men mundoq qilib ustimda portfoliolar, kiyimlar olib kelib, rezyumelarimni olib kelaman. Ular rezyumemga qarashmadi ham, kiyimlarimni ko'rishdi, portfoliyamni ochdi, zo'r bo'ldi, ishlaysan deb. Wow. Xo'p dedim. 2 oy, 2 haftaga meni bepul stajirovkaga olishdi va pulingni ham kerak emas dedi. Keldim. Birinchi g'alati narsa ular uchun nima bo'ldi? Chunki men ertalab kelyapman. O'zi 8 da kelsam, 4 da ketishim mumkin-da, chunki stajyorlar vaqtliroq ketadi. Men 4 da ketmasdim. Menga nima ketmayapsan, voy? Yo'q, men qolaman derdim. Soat 9 gacha, 10 gacha qolardim-da. Hamma o'zbeklar shunaqami deb yurishardi. Chaqira qoling qo'yganlar ham jazindi. Hozir o'zbeklar hamma bo'tga kelib olsa, bizga hech qolmaydi deyishardi-da. Chunki men hamma joyga borardim. Davay qarashaman, nima qilay deb hammaga qarashib yurardim-da. Chunki menga qiziqarli, men kelib o'rganaman, bo'ldi. Вы меня не остановите deb. 2 oy stajirovka qildim, rosa xursand bo'lishdi, lekin men surishtirganimda sizlarga odam kerak emasmi, masalan, kontraktga bir narsa deganimda, yo'q, bizga hech kim kerak emas deyishardi. Lekin keyin 3-kursda institutim yopilib ketdi. Nima qilishimni bilmayman, chunki institut menga scholarship berganda, grant. O'qishim 8,5 ming bo'lgan bo'lsa, menga 5 mingga qilib berishganda, mana bu to'lovini. Menga juda qulay edi. Lekin men xohlagan institut va boshqa institutlar 8 mingdan ko'p edi.
где-то 12 ming shunaqa edi-da. Men o'ylanib qoldim. Masalan, men stajirovka qilib yuribman, bepul pul keyingi yilga ishlamadim, nima qilaman? Keyin menga aytishdi, kontraktga kirsang bo'ladi. Bu nima degani? Ishxonasini ishga oladi va o'qishga jo'natadi. Va u o'qishga jo'natishga o'zi pul ketkazmaydi-da. Ular nalog to'lagandan keyin hammasi akassa ularga qaytargan shunaqa odamlarni o'qitgan. Bu juda ham zo'r narsa-da, na samom деле sotsialniy narsa. Вот, ular meni ishga olishdi va eng zo'r men вообще mечтать qilgan maktabga jo'natishdi. Institutga, bu École de Chambre syndicale de la couture parisienne. Bu maktab 20-asr boshida ochilgan. U yerda Karl Lagerfeld, Valentino eng zo'r dizayner o'qib chiqqanda, men bundoq qarab turardim, voy deb. Va ishonmaganman, что ular meni olishgan. Lekin birinchi ular meni olishganda, ular menga aytishgan, "Sen zo'r ekansan, bizga yoqib-olsan, Boxliroy ham kelsang bo'lardi, olardik. Lekin sen o'zingga ishxona topishing kerak, senga kontraktingni to'lab beradigan." Ishonasizlarmi, men полный Parijda hamma yo'lga kirib chiqdim. Meni mentorim fransuz dadam desam bo'ladi-da, Hervé degan, ular bor edilar-da. Ular juda ham katta odam bo'lgan. Ularning ko'p fabrikalari, har xil brendlar bilan ishlab chiqqanlar. Menga rosa qarashaman dedilar. Ular o'sha yerda tanishgansiz ular bilan. Chunki bular bizacha arendaga uy olib ulardan oldik-da. Ular maktabimizda dars berardilar. Chunki o'zi Fransiyada shunaqa ekanda, qanaqadir odamlar o'zi qanaqadir nima deydi, uspешный bo'lsa, bizneslari bo'lsa, yaxshi ishi bo'lsa, qayergadir institutga borib dars berar ekanda, o'zim uchun qiziqadi. Ular ham shunaqa qilgan ekanlar. Men ish qidirayotganimda nima deydi, networking hamma yoqda ishlaydi. Masalan, bir xil aytishardi-ku, o'zing qila olmaysan, tanishlaring bo'lish kerak. Axir bu tanishlaring emas ekan, bu networking degan narsa ekan, juda zo'r narsa ekan. San'ati, networking san'ati deydi. Odamlar o'rganadi-ku bu narsani qilishga, networking yillab o'rganadi. Bu zo'r narsa na samom деле. Biz aytamiz-ku, kumavstvo bir narsa, yo'q, bunaqa emas. Sen ko'proq odamlarni taniysan, o'zing haqida gapirib berasan, keyin bir narsa kerak bo'lganda, "Mana bunaqa odam bor ekan" deydi. Bu zo'r narsa. Ular ham shunaqa qildilar. Ular meni har xil brendlarga tanishtirdilar. Mana bunaqa qizimiz bor, qarab ko'ringlar deb bu brendlarga borganman. Lekin ular hammasi o'daqa ready to wear, oddiy, normalniy, etamga o'xshagan brendlar bo'lganda, ular meni rezyumemni ko'rib, portfoliomni ko'rib, "Yo'q, Elnor, seni olamiz, lekin seni olsak yaxshi emas" deyishganda, chunki seni portfoliyong juda ham couturniy, juda ham zo'r-da. Bizda sen Louis Vuittonda stajirovka qilgansan, hozir bizda ishlab ketsang, keyin o'sha bunaqa teparoqga bora olmaysan, keyin sizga minus bo'ladi. brendlarda ishlashingga to'g'ri keladi. Chidab boshqa joylarni qidirgin deyishganda, men yarim yil qidirganman. Syomkaga Kaliforniyaga ham bormadim, uyimga ham bora olmadim, hech narsa qila olmadim, rosa qidirganman. Keyin menga hamma aytishgan, "Начальнигingga telefon qilgan, "Nachi Louis Vuittondagi seni oladi" deganda, menga "Yo'q, ular menga kerak emas" deyishgan edi. Shuning uchun ularga bormasam kerak, meni olishmaydi deganman. Oxiri ularga telefon qildim. "Beatrice, assalomu alaykum. Men kontraktga kirdim, men bu École de Chambre'ga olasizlarmi" desam, "Ertaga sizga aytaman" deydi. Men hayron bo'ldim. "Voy deb, ishlar kerak emas edi-yu" deb. Qarasam, keyingi kun menga telefon qildi, "Bo'ldi, seni ishga olamiz" deb. Wow. O'shanda shunaqa baxtli bo'ldim, men baqirib, sakrab, qiyin bo'ldi lekin. Qiyin bo'ldimi? Kino olish kerak ekan. Gapirib beryaptilar. Devil Nosит Pradaga o'xshagan kinosi bo'ladi, bilasizmi? Juda ham qiziqarli. Lekin ish qiyin bo'ldi. Chunki masalan O'zbekistonda odamlarimiz ochiqroq. Ishlaysan, kelasan, kulasan, hammasi yaxshi. U yerda вообще boshqacha. Odamlar juda ham sovuq. Masalan, bir payt bunaqa situatsiya bo'ldi. Atelyening direktori bilan начальнигimiz turibdi-da, bir narsani gaplashyapti, seriozniy narsani, kolleksiyalar haqida. Men yoniga turib oldim. Ular menga qarashyapti, nima qilyapti? Ammo o'zimcha o'rganishga keldim. Keyin ular menga qarayapti. "Nima qilyapsan bu yerda?" deb. Keyin men o'rganmoqchiman. Keyin ular aytdi, "Bor ishingni qil." Men chiqib shunaqa yig'laganman. "Voy, men qarashkim keldi, menga aytishmadi, berishmadi" deb. O'rgandim, ko'p narsalarni o'rgandim. Nima qilay? Fransiyada qolib kolleksiyalarimni qilaymi? Fransiyada qolsam, albatta qaysidir brendga ishlashim kerak. Masalan, sonlar ham menga предложение berishdi. 5 oylik stajirovka,
keyin yaxshi hammasi bo'lsa ishga olamiz постоянныйga. Men Erva bilan gaplashyotgandim, keyin ular aytdilar, Elnor, sen kimgadir ishlamoqchimisan yoki dizayner bo'lmoqchimisan? Bu ikkita har xil masala. Keyin men aytdim, yo albatta o'zim ishimni qilmoqchiman, chunki даже o'sha 1 yil Louis Vuittonga ishlaganimda, o'sha yerda ham kunduz kuni soat 7, 8, 9 gacha mana shu ularni ishlarini qilib, uyga qaytib ertalabgacha tikib o'tirganman. Kolleksiyalarimiz, syomkalar qilib, kinolar qilib, boshqa har xil narsalarni. Keyin ular aytdilar, o'zing ishingni qilging kelsa, Fransiyada qilmagan. Chunki Fransiyada millionlab dizayner bor. Hamma Fransiyaga keladi, hamma bir xil. Masalan, даже auditoriyaga odamlarga ko'rsatsang, hammaniki o'sha xuddi bir xildek bo'lib ketadi, qiyin. O'zingnikiga kelsang, kuchliroq bo'lasan, chunki sizlarda mana bunaqa heritage bor, istoriyada, mana bu tarixlar, madaniy kodlari bor, juda chiroyli hunarmandlarimiz bor. Masalan, aytdilar, bu yerda hozir xo'p, ikkita odam olasan ishga, har bittasiga 2000 yevrodan to'laysan. U oddiy ish. Kimdir tikkan ish, lekin O'zbekistondagi hunarmandlaring bilan qilsang, bu qimmat. Keyin o'ylab qoldim. Shuncha harakat qildim Fransiyada, lekin nasamda nihoyatda Fransiyaga faqat o'qishga keldim. Men qolaman, yashayman deganga kelmaganman va har xil odamlar bor-ku, bir xil kimgadir ishlagingiz keladi, zo'r ishlashadi. Men bunaqa emas ekanman, ishlamas ekanman birovlarga. Qarab, "Voy, men ham shunaqa qilsam bo'lar ekan" deb o'zizga bilimlarni barchasini yig'ib olib, shuning uchun qaytdim. Hamma g'alati bo'ldi. O'qituvchilarim hammasi voy shunaqa, men sanlardan hammani ham chaqirmaydi. Elnor yaxshilab o'ylab ko'rgan, u bu deyishdi, lekin men yo'q qaytaman. O'zimni Toshkentda, O'zbekistonda ishlayman deb qaytganman. Nima deydi? Ne жалею. Juda xursandman, chunki birinchi prosta adreslarni tikishni boshlaganman, kolleksiyalarni qilib. Nechinchi yilda qaytgansiz shunda? 2017 da qaytganman. Voy, men как раз boshlaganman modellik sohasida. Men aytdim, kiyiladigan narsa qilmoqchiman va meni harakatim shkafda yotish kerak emas. To'g'ri. O'shanda shu kolleksiyalarni qilishni boshladim. O'sha payt aynan shu mahalliy brendlarga, mahalliy dizaynerlarga rosa ko'p imkoniyatlar, hunarmandlarga chegirmalar berilayotgan paytida 2017-yilda. O'shanda hunarmand bo'ldim. Zo'r. Chunki bu juda zo'r bo'ldi, naloglar osonroq bo'ldi, hunarmand bo'lganimga. Hamma soliqlardan ozod qilishuvdik o'sha paytda. Kolleksiyalarimni yaratdim. Birinchi hech kim olmadi. Magazinimni ochdim. Mayli, magazinni ochaman, chiqaman dedim. Magazinimni ochdim, kiyimlarimni osib qo'ydim. Hech kim kelmayapti. Men o'tiribman. Nima hech kim kelmayapti? Men shunaqa mashhur dizaynerman, hech kim kelmaydi. Hech kim kelmayapti-da. Biza partnyorim bor edi. 1 yilda $1000 sotdik. Pulni hisoblab o'tirganmiz. Voy, $1000 ura deb o'tirganmiz. Keyin menga kelishga, Elnor, nima Instagram qilmaysan, nima reklamalar qilmaysan desa, voy, men mashhur dizayner, men Fransiyada Shundoq kelish kerak bo'lgan. Men o'ziga kelish kerak ekanman. Keyin bitta mentoringga kirdim. EBRD'dagi mentoringga kirganimda Zamira Rahman, u meni mentorim bo'ldi. Marketing bo'yicha hamma narsalarni o'rgatgan, brend platforma, auditoriya ular hammasini o'shanda ishlab ketdim. Kirishib ketdim. Где-то 1-2 oyda bizani oylik оборотimiz 27 martaga tepib chiqdi. Dahshat. Prosta odamlarga normalniy ko'rsatganingdan keyin dizayner tanishib boshlashdi. Faqat men o'zim. Zo'r. Ice coffee ichinglar, qizlar. Rahmat. Bunaqa olovli gaplardan keyin. Shunaqa bo'ldi. Modellarga mumkinmi ice coffee ichish? Mumkin, hamma narsa me'yorida mumkin. Zo'r. Nigina, sizda qanaqa bo'lgan? Birinchi marta shu dunyo podiumlariga chiqishni boshlaganingizda Navoiydagi mahalladoshlaringiz nima deyishgan siz haqingizda? Voy, o'zi bilasizmi, bu juda ham qiziqarli istoriya. Ya'ni modellik sohasiga kirib kelganimni, qanday kirib kelganimni o'zim sezmaganman. Men hech qachon model bo'laman deb orzu qilmaganman. O'zimning eng katta orzuyim nima bo'lgan? Ichki ishlar bo'limining, ichki ishlarda maxsus bo'limida ishlash. Xohlaganman. Agentlar bo'lib juda ham men bilmayman, men yoshligimda barcha men multfilmlar ham ko'rardim. Eng yaxshi ko'rgan multfilmimdan u Totally Spice bo'lardi. Bu super shpionkalar. Men ham yaxshi ko'rardim. Shunaqa, bilasizmi, men kompyuterlarni zo'r tushunardim, hatto
yosh qizcha edim. Maktabda ham doim bilasizmi, qanaqadir menda fantaziya bo'lib, kimdir yomon, kimdir raskrit qilish kerak, bu nimadir. Men shunaqa narsalar bilan doim yurardim, men bilmayman. То есть keyin armiyaga boraman deb turib olganimda, birinchi rosa oyim, voy qiz bolasan, qanaqa armiya bo'lmaydi. Xullas nimalar deyishmadi. Hech narsaga ko'nmadim. Keyin oxiri sani soching kalga oldirishadi degandan keyin voy kalga bormaganman. Endi bilmayman nima uchun men bu narsadan qo'rqaman. Hozir borardim, mayli. Keyin bu narsa bo'lgandan keyin o'zi ko'p narsalarga qiziqardim men. Pazandachilikka ham qiziqqanman. 7-sinfimda 2 ta qizil diplom olganman. Qandolatchilik bilan oshpazlik bo'yicha. Birinchi pullarimni men tortlar sotib, zakazga sotib ishlab nima deydi, pulimni ishlaganman. Portretlar rasmlarni, odamlarning portretini chizib 10 ming so'mdan sotardim. O'zim shunaqa narsalarga qiziqib yurardim, chunki o'zim ham kamalakchi bo'lganman. То есть ana shu menimcha juda ham katta yordam bergan, ya'ni liderlik kачествоlarni ham yana ham oshirishga, bu hisobotlar, tadbirlar. Mana bu qanaqadir menda olov shu 3-sinfligimdan boshlab yana ham kuchayib ketavergan. То есть qiziqishim hamma narsalarga, men bu zarurlik, men ozgina nima deydi, bizda o'xshash joyimiz bor, nimada? Tikishga ham qiziqqanman qaysidir payt, lekin kiyim tikishga emas, men parda tikishga o'rganishga borganman, pardalarni tikishga. Undan keyin zardozlikka. Zardozlikka ancha qatnaganman. Juda ham chiroyli chiqardi. Bizda mana shu naqshli, nima deydi, har xil kompozitsiyalarni yig'ishga yordam berishardi. Keyin shu bilan men bormay qo'ydim. Chunki har xil narsalarda o'zimni qanaqadir sinab ko'rardim. Oxiri menga qo'shiqchilik yoqdi. Vokal bilan shug'ullanishni boshladim. O'shanda yangi avlod degan tadbir chiqdi, qatnashaman dedim. Bir oy ichidami ustozim bilan mashq qilib, Sevar Nazarxonning O'lg'imsan vatanim qo'shig'ini aytib chiqdim. Shahardan o'rin olib viloyatga o'tdim. Viloyatda faqat bitta qiz yutish kerak edi. O'shanda boshqa qiz yutib chiqdi. Lekin bu men uchun yana ham qiziq bo'lib, mana shu yo'nalishda endi rivojlanib ko'raman deganman. Bir payt vaqt o'tib, oyimlar bilan biz Toshkentga ko'chib ketdik. Toshkentga ko'chganimizda oyim bilardi qanchalik yaxshi ko'rishimni, shu aynan musiqa sohasini, qo'shiq aytishi. Oyimga aytmasdan bir marta bitta kasting e'lon qilishdi. Qaysidir guruhga, o'zi esimda yo'q, ayta olmayman. Lekin qanaqadir keyin mashhur bo'lib ketdi bu guruh. Men borganman, qo'shiq aytib ko'rganman. Voy, zo'r bo'ldi, sizni olamiz, davayt gaplashib ko'ramiz, nima qilamiz deyishgan. Shu narsani aytishgandan keyin oyimning oldiga borib aytganman. Oyjon, meni guruhga olishdi. Men qo'shiqchi bo'laman. Menga ruxsat bering. Mana oylik ishlayman, yordam beraman sizga. Как раз endi ko'chdik deganimizda, endi seni artist bo'lib, to'ylarda qo'shiq aytishing qoldi menga dedi. Nimasi yomon deyapman. Qarang, men ovozim bilan pul ishlayman, hamma pul ishlaydi deyapman. Onam yo'q, bizani nimamizda artist bo'lmagan hech qachon. Endi bu hozir tushuncha boshqacha-ku. Hozir Instagramlar rivojlanib, bu baribir bu san'at egalariga boshqacha munosabat. Hozirgi kunda hurmat boshqacha. Endi u payt men ham kichkina bo'lganman, men bilmayman qaysi ma'noda oyijonim bu gapni o'shanda aytganlar. Endi aytgan, yo'q, bizga bu narsa to'g'ri kelmaydi, ruxsat bermaganlar. Voy dedim, ammo o'zi san'at sohasida men hech qachon qanaqadir nima deydi, точный naukalarga qiziqib, bir qanaqadir sizga o'xshab yoki buxgalter bo'laman degan orzu qilmaganman, bilasiz-ku deb xafa bo'lardim. Bir payt meni ammam aytibdilar. Menga qara, men bitta kasting bor ekan modellik sohasida. O'zingni sinab ko'rmoqchi emasmisan, mabodo? Qo'shiqchilikka ruxsat bermagan onam modellikka qattiq ruxsat beradi deb o'tiribman. Hay, ammam tavsiya qilyaptilar. Qilib ko'raychi, lekin mayli onamdan oldindan so'rab ko'ray, bo'lmasa nima qilaman, borib hozir yana o'tsam, keyin ruxsat bermasalar dedim. Oyimdan so'rasam, xo'p, mayli borib ko'r desalar bo'ladimi? Nima farqi bor? Bitta yuraman, televideniye, podium baribir, bitta chiqaman, nima bor, to'ylarda pakaz bo'lsa kerak deyapman-da. Oyim, xo'p, mayli, borib ko'rguncha dedilar, mayli dedim, jahllarini chiqarmay hozir yo'q demasinlar, xursand bo'lib. Lekin kastinggacha bir oy qoluvdi, men bilaman, shu ozgina vaznim boshqacha. To'g'ri kelmaydi. O'zingizga model sifatida qarashni boshladingizmi o'sha paytda, oynaga qarab? Birinchi psixologik travmamni o'sha kuni o'zimga priobretsi qilganman. Ya'ni o'sha kuni olgan. O'sha kundan boshlab shu kungacha biron marta meni vesim ideal demaganman. U kungacha o'sha payt 74 edi, 64 bo'lib borganman, 10 kiloga hozir bir oy ichida. Lekin o'shanda men modellik sohasi haqida gap kirmaguncha o'zimni ideal deb his qilib yurardim. Bu
nima deydi? Men o'zimni yoshimga, bo'yim 1.72 cm bo'lgan o'shanda. Juda zo'r. Lekin соотношение sog'lom tana. O'zim dog' qilgan. Ozgina shu 5 cm masalan, 5 kilo bo'lmasa agar ortiqcha, lekin bunchalik emas. Men ozganimcha emas. Men yurardim, что нормально ovqatlanardim. Xayolimga biror marta kelmagan sani vazning katta degan fikr. Lekin o'sha kundan boshlab hozir 57 bo'lsa ham juda anshatam ozgina menimcha. Mana shunaqa bo'ladi-da. Men bu narsani 9 yil o'tib sezdim. Shu paytgacha e'tibor bermagan ekanman dedim. Voy dedim, modellik sohasiga kirib kelib o'ylashni boshladim-ku bu narsani. Oldin men o'ylamaganman umuman. Xullas, grechka yeb, pomidor bodring yeb, ana faqatgina tovuqni grutkasini yeb, men 10 kiloga ozdim. Hozir qilmaylar bu narsani. Bu noto'g'ri. Qilmoqchi edim hozir. Bu noto'g'ri. Men keyin to'g'ri ozishni boshlaganimda men sirlarini bildim. Lekin o'shanda meni ammam, hamma kim menga bu narsalarni savet qilgan bo'lsa, biz professional dietolog nimalar bo'lmaganmiz-ku, trenerlar bo'lmagan. Life hacklar internetdan ko'rilgan narsalar bo'lgan. O'shanda tussiz nimadan bu 10 kilo ketgan asli? Bu suv, ortiqcha ishish bo'lgan. Tamom. Ammo bu narsani tushunmaganman. Xursand bo'lib ketyapman 10 kiloga ozib. Endi xullas kastingga keldim, yurdim, boshqa qildim, keyin aytishyapti, biz sizga qaytib chiqamiz. 1 oy o'tdi, 2 oy o'tdi, qaytib chiqishmayapti. Xullas men tushundim, что men o'tmadim. Lekin yurganman. Voy, o'tdim-amcha telefon qiladi deyishdi-yu, yozganman. Qachon telefon qilasizlar? Har kun telefon tekshirib. 1-2 marta yozganman, ammo ularning agentstvasiga, ya'ni qachon telefon qilaman dedilar, qilmayapsizlar. Kutib turing deyapti, endi meni aldayapti-da. Ammo og'zimni ochib, bo'ldi, kutib turaman deyman. Shu bilan 3 oy o'tdi. 3 oy ichida men yana ozib ketdim. 56 bo'ldim. 56 bo'lganman. Ozg'in. Endi men bilmayman, bizning Instagramlarimiz to'ldiruvdik adashmasam, menimcha ko'rib qolishganmi? Shu aynan o'zi bo'lgandan keyin telefon qilishganda. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sizni chaqirmoqchi edik. Ya, chaqirdik deydi. Bordik, agentstvada gaplashdik. O'shanda nima deydi, hali kontrakt menimcha berishga ulgurmadi, lekin endi kutyotgandim, shu o'qishlarga boraman, boshqa qilaman debda. Endi men shu ishim boshlandi. Birinchi yil 826 ming so'm men pul ishlaganman birinchi yil ichida. Nechanchi yil? 2017-yilda. Lekin bu kam. Men qatnaganman. Navoiydan Toshkentga o'qishga. Ha, men ishlagan pulim nima deydi, yo'l kiram ko'proq chiqardi-da. Lekin o'shanda men aytganman, men bu narsaga qadam qo'ydimmi? Men bu narsaga maksimal holda nima deydi, jiddiy qarab, rivojlanishimga barcha kerakli narsani qilaman. Meni oyim nima deganlar? Pulimiz kammi? Hozir yangi joyga ko'chdikmi? Sen bu narsani o'ylama. Men harakat qilaman. Bitta yo'nalish tanladingmi, boshqa narsa bilan chalg'ima deganlar. Mana shu eng kuchli savetlardan biri bo'lgan. Chunki agar men modellik sohasiga rivojlanib, ya'ni asosiy ishim bo'lganda, men bu sohada sekinroq rivojlanardim. Chunki ishim sababli etga bora olmayman, bu kastingga bora olmayman, bu proyektda qatnasha olmayman, bu qolib ketaverardi. Shuning uchun oyijonimga bu narsa uchun katta rahmat aytaman. O'shanda menga juda katta yordam qilganlar. Lekin meni ko'rishsin, qanaqaligimni, mana shunaqa qiz bor, shunaqa model bor deb hamma joyga o'zimni urib o'rganman. Har bitta proyektga bepul chiqishga ham roziman, olinglar deb. Lekin shu birinchi yil ko'proq aynan hostess sifatida chiqib, mana shu nima deydi, har xil nima deydi, expo sentrlarda proyektlar bo'lgan, biz chiqib volontyor sifatida qatnashib, modellar ham volontyor sifatida chiqadi, aynan tam flyerlarni tarqatib, boshqa qilib, nimalar qilmasdan o'zi shu ikkitami uchta pakazim bilan shu 800 nechidir ming ishlaganman, xullas. Lekin borimni urganman o'shanda. Keyin menga даже menejerlar tavsiya qilishgan, siz menimcha blondinka yaxshiroq bo'lasiz degan. Yo'q, deganman, men shu sochimni borib 2 kunda, bir kunda bitta akrashmani blond qilib kelganman. Oppoq qilib. Lekin bir tarafi bo'lgan ekanda tushuntirishmadi. Qancha proyektlarni aynan men shu sochimni bo'yaganim sababli men proyektlardan qolib ketdim. Chunki meni yuzim yana ham urus sifat bo'lib qolgan. Bizning milliy brendlarga ko'pincha o'zbegonaroq kerak edi qizlar. Men dedim, men tuppa-tuzuk o'zimni nechasimi yo'qotib qo'ydim deganman. Soch sariq o'zbek qizi tabiiyki shubha uyg'otadi. Hech kimga yoqmaydi. Ha, o'shanga nima deydi, tushunarsiz holatga tushib qolganman. Men shu men bilmayman-ku, noto'g'ri berilgan maslahat uchun men ham shundan zarar ko'rganman. Keyin sochimni yana qaytib o'z rangiga qaytarib, qancha uhod qilib, meni qancha joyim tushib qolgan, o'zimda qalin bo'lgan, chunki bittada blond qilish bu juda ham katta zarar. Qancha soch kuyadi. Qancha soch kuyadi. Har 2-3 haftada men bu nimalarni bo'yab turish kerak edi yana. Voy, shunaqa jinni bo'lib qolganman dedim. Boringlar shu oq sochlaringiz bilan dedim. Sochimni o'z rangiga qaytarganimdan keyin xursand bo'lib, yoshman ancha kichkinaroq ko'rinadigan bo'lganda, bo'lmasam katta qizga o'xshab qoldim bo'yaganimdan keyin. Proyektlarim ham ko'paydi. Bundan keyin agentstvamni almashtirishga tushdim, chunki hech men kutib modellik maktabini kuta olmadim. Уже biz почти 1 yil ishlagan bo'lsak, o'sha birinchi agentligim bilan bir
payt menga direktorlari kelib, modellik maktabini satiki biza boshlaymiz qayta, o'qituvchi bo'lib berasanmi dedilar. Voy, men o'zim o'rganaman deb turibman deyapman. Men hali menda shunaqa narsa bor, men mas'uliyatni his qilaman deb, men hali kerakli bilimni egasi emasmanmi, men bilim bera olmayman degan, men bu narsani his qilaman. Hozir yangi modelman, o'zim yangi, hali 1 yil tajribam yo'q deyapman. Men qayerdan o'rgatishim mumkin? Mana shu narsa meni mana shu agentligi haqida bo'lgan nimasiga shubha soldi. Ishonmay qoldim ozgina, chunki bu professional agentlik unaqa narsa qilmaydi. Boshlang'ich nimaga qanaqa qilib berasiz? Boshlang'ichlarni o'rgatyapti, lekin siz pul olasiz bu narsa uchun. Noto'g'ri. O'shanga men boshqa modellik maktabini izlashga tushganman, lekin hali kontraktimni u bilan nima qilmaganman, chunki men faqat maktabda o'qimoqchi edim. Bu yo'g'ini ko'ramiz, model sifatida ishni keyin tanlayman qaysi agentstva bilan ishlashimni. Ularga aytib qo'ydim. Endi bir payt ular meni istoriyamda ko'rib qolishgandan keyin, что men boshqa modellik maktabida bo'ldi. Qaytib bizning agentstvamizga yo'l qo'ymadi. Men birinchi marta o'shanda qora spiskka tushganman. Lekin juda ham qo'rqib ketganman, что men endi boshlayapman o'zimni sohamni, qanchalik bu narsa menga ta'sir qiladi, qanchalik nima, men qo'rqib ketganman o'shanda, chunki o'zim mana viloyatdan kelganman, tanishlarim bu yerda yo'q, hech kimni bilmayman. Bosh karyeramga krest bo'lsa-chi. Endi bular bir-biriga aytadi-yu, bizda modellik agentliklarning orasida qora spiskka kiradigan modellarning ro'yxati bor. Bu bilan ishlamanglar, bu ishni yomon bajaradi, bu vaqtida kelmaydi, bu постоянно masalan yoki klient siz bilan ishlaydi, keyin o'zi ishlab ketadi degan ro'yxatlar bor. Biz tuzib qo'yamiz, keyin hamma modellik agentligiga ham tarqatamiz. Masalan, yoki bu boshqa agentlar bilan ishlab ketaveradi, kontraktga rioya qilmaydi degan o'zimizning chek-listimiz bor. O'shanaqa listga tushib qoldimmikan men ham deb qo'rqganman. Bo'lmasa men aybli ish qilmadim. Men borib boshqa agentlar bilan ishlab ham ketmadim. O'zim pul to'lab borib o'qimoqchi bo'lganman. O'sha pulimni ham ammam to'lab bermoqchi bo'lganlar. 300 ming so'm turardi o'shanda o'qish. Men uchun qimmat bo'lgan, chunki bizda unaqa pul bo'lmagan. O'zim ishlamayman. Oyim hali biz ammam bilan ketib turgan, biz 2-3 oy, chunki даже kvartiraga arendaga olishga pulimiz yetarli bo'lmagan. Vot. Bundan keyin asta-sekin ishim rivojlanib ketishni boshlagan. 2018-yilda birinchi o'zimni MDH go'zallik tanloviga, Miss MDH ga men o'zimni yo'llanmamni olganman. Xo'sh, tadbirga boryapman. Borsam, men yoki zo'r darajada borib kelishim kerak yoki bormasligim kerak. Xo'sh, zo'r darajaga borish uchun nima qilishim kerak? Odam topishim kerak, kim mana shu tanlovlarda qatnashib kelyapti, qanaqa maslahat bera oladi, qanaqa kiyimim bo'lishi kerak, qanaqa chiqishim kerak, qanaqa yurishim kerak. Xullas, hamma narsani bilib olishim kerak. Master class menga kerak. Hamma modellarga hech bo'lmasa qanaqadir darajaga ega bo'lgan modellarga yozib chiqishni boshladim. Ketyapman, yordam bering, maslahat. Bor yo'qmi maslahat? Голосовой yuborsangiz ham roziman. Yuboring deb yozib chiqqanman. O'shanda Instagramda nickname'im Miss World 2019 bo'lgan. Aha. Orzu qilib yurardim. Nima deydi? O'qigan odam Miss World. Kim bu? Ayo, shu izladim. Tanlovlarda qatnashadigan qizlar yo'q-da. Bu sohada hech kim yo'q. Aynan modellik yo'nalishining go'zallik modellik sohasining go'zallik tanlov yo'nalishida rivojlanishim kerak deganman o'shanda. Maqsad qo'yganman, chunki bu sohada hech kim yo'q. O'shanda Google'da ham hech qayerda ko'rsangiz, Miss O'zbekiston deb yozsangiz hech kim chiqmasdi. Faqat 2013-yilda qatnashgan Rahima Ganiyeva chiqqan. Tamom. Nimalar qilib boylana olmadim unga. O'zi katta tashvish, shov-shuv bo'lgan ekan bu tanlov nimasida, atrofida. Men hali bu narsani ham tushuntirib beraman. Xullas, tanlovga borib keldim. Menga juda ham yoqdi. Zo'r, biz 32 ta modellar orasida O'zbekiston единственный kim 2 ta nominatsiyada yutib kelgan biza bo'ldik. Birinchi o'rin olmadik, lekin 2 ta nominatsiyada yutuqlikka olib kiritib olib keldik. O'shandan keyin aytmoqman, aynan mana shu yo'nalishda rivojlanib, meni birinchi boradigan tadbirim shu top 3 ga men albatta chiqaman deganman. O'sha top 3 bu birinchi o'rin Miss World, ikkinchi Miss Universe va 3-o'rinda Miss International. Shuning uchun men to'g'rima-to'g'ri ularga anketalarimni topshirib, ular aytishardi, sizdan tashqari yana boshqalar ham anketalar tushgan. Chunki men birinchi tanlovga borib kelgandan keyin o'sha mana narsani ovoza qilyapman-ku, qancha yangiliklarga chiqib ketdim. Boshqa o'sha qiziqish asta-sekin paydo bo'lishni boshladi. Men aytdim, "Yo'q, men dedim, endi qanaqadir надеюсь, harakatim bilan to'g'ri chiqadi, qo'limdan keladi." Xullas, proxodkalarimni yubordim, parametrlarni hamma narsani qildim. Bir payt 1 oymi, 2 oy o'tib sizni qabul qilishdi degan gap keldi menga, shu xat keldi, rasmiy. Shunaqa xursand bo'lib, men joyimda o'shanda menejer bo'lib ishlaganman, bitta turetskiy tortlarni qiladigan joyda. U вообще meni nimam yo'q. Menejerlik, men bu restoranlarni biznesda bilim, opit, tajriba hech narsa yo'q, lekin bilmayman, olishgan meni. 1 oy ishladim, uzr dedim. Meni o'sha tadbirga taklif qilishdi. Men o'zi aslida Miss O'zbekiston edim. Ketdim, xayr. Men qatnashmasam bo'lmaydi. Hozir bu yerda bo'lsam, meni tayyorgarligim o'naqa darajada bo'lmaydi deyman. Ammo iyun oyida menga mana shu javob keldi.
oktyabrda o'rtalaridan oxirlarida o'sha ketishim kerak edi xullasda. Qancha o'shanda oyijonim birinchi marta o'zlarining ishxonalaridan, direktorlaridan qarz olganlar. Meni oyligimdan udержание qilib ketasizlar, beringlar, pul kerak, qizimni mana shu yerga yuboryapmiz deb o'zi eng katta investor meni onam. Qancha yordam berganlar, qancha oyliklaridan, qancha yordam barcha nimalarni juda ko'p hissalarini mana shu narsaga qo'shganlar. Aytardim, "Oyijon, eng katta investitsiyangiz va eng zo'r biznesingiz manman, sizdan chiqmasin." Mana plody начинают пожинать dedi. Bekoranki qilmagandim deb. Вот. И o'shanda oyim yordam berdilar. Biz o'zimizni kiyimlarimizda o'shanda mana Zarina opa dizaynerim bor. Hozir boshqa brend nomidan chiqyaptilar. Z Dress atelyeda sifatida qilganlar. Lekin zo'r o'sha dizaynerlik sifatida o'sha payt endi boshlab o'tirdilar. Bir-birimizni tanib, qancha kiyimlarimni menga birinchi tadbirimga yordam berganlar. И mana bu tadbirimga ham bepul menga natsionalniy milliy kiyimlarimni yaratib, o'shanda mana birinchi milliy kiyimim nima bo'lgan? Temirli, mana bu kofka bo'ladi-yu, nima deydi, oynalarga qo'yiladigan mana bu o'zbekchasi nima deyiladi? Rom? Yo'q. Setkaga o'xshagan narsa, temirli o'sha uzumlari bilan nimalar qo'yiladi-yu. Biza xuddi mana shunaqa temirli konstruksiya qilganmiz, 30 kilolik. Oho. Orqamda granat. Anor, orqamda. Yubkamda mana shu uzum tolalaridan yubka qilingan, temirdan. Bu temir. Чистый temir. Odamlar paylab kelgan nimalar bilan to'liq, mana shu temirchilar yasagan bu narsani. Biz dizaynni berib, ular o'zlari borib qatnab, figuralarni, formalarini yasab. Lekin qanaqa qilib buni aeroportga olib ketishimizni o'ylamaymiz-ku. Qanaqa olib ketdinglar? Bir payt kelyapman. Mana bu skanerlarga bir bolalarga sig'mayapti-da. Nima deydi, anonizni bizani samolyotimiz ichini qiradi. Buni to'g'ri upakovka qilish kerak deyapti. Men turibman, ketishim kerak aeroportdaman. Dedim. Endi bu narsani qoldirib ketaman, menga jo'natasizlar deganman. 10 kun ichida bir narsa qilib jo'natinglar iltimos. Ketdim shu bilan. Ular bu yerda yubkamni ikkiga bo'lib, qanaqadir qistirg'ichlarni o'ylab topib, xullas nimadirlar qilgan. Mana bu temir rangi, men rasm jo'nataman, qo'yib qo'yamiz. Mana bu temirli rangi nimasini, biz rangini bizani nimani hududlarimiz nima deydi, ayniqsa Navoiy viloyati oltinga boy-ku. O'shanga oltin rang qilib, mana bu anorimiz, bu nima deydi, pokoleniyalarimiz, uzoq umrligimizni belgisi sifatida qilib, mana shunday qilib chiroyli, xullas biz bezaganmiz, adreslar bilan, gullar bilan chiroyli qilib. Keldi bu kostyum, chiqdik, yutib bildik, nima, qatnashib chiroyli qilib ko'rsatib berdik hamma narsani. Lekin o'shanda birinchi marta korrupsiyaga duch kelib qoldim men. Biz bu tanlovga 10 mingcha pul ketkazganmiz. Tayyorgarligiga, perelyotlari bilan, kiyimlar bilan, mana shu hammasi. Aytishdi, seni potensialing zo'r, ularga yoqyapti, zo'r qatnashib kelyapsan. Lekin mana shu yerga hech bo'lmasa $1000 ber. Biz katta pul so'ramaymiz. O'zi 5000 ga sotamiz deydi. 1000 ber, seni top 20 ga qo'yamiz. Bu Miss MDH tanlovi edi, to'g'rimi? Yo'q, bu ikkinchi tanlov Miss Intercontinental bo'lgan. Voy dedim. Qanaqa bu? Men haqiqatan tayyorlanganman. Qancha pul shunaqa ketgan betga, qanaqa deyapsizlar? Yo'q, qo'yli. Bir hazil ham qo'ydim, undan ko'ra sizlarga 5000 berardim, 10 ga qilganimdan ko'ra deb hazil qilib qo'ydim. Yo'q dedim, menda уже yo'q, men hech qachon topolmayman deganman. Hech qachon topolmayman. Lekin men bilaman qanaqa qatnashganimni, baribir fanatlar ko'rib turibdi hamma narsani deganman. Так что bemalol deganman. Keyin bir payt qancha обсуждение bo'lib ketdi, fanatlar обсуждать qilib qo'ydi. Bilasizmi yana nima qilgan ular? O'sha kungacha bo'lgan hamma tanlovlarning finalini topasiz. Aynan bizlar qatnashgan final yo'q. Internetda yo'q. Yo'q final. Просто kesilgan. Общий chiqish, даже milliy kiyimlarning bitta chiqish videosi yo'q. Общий chiqish bor, сразу top 20 ko'rsatilgan, 20 dan сразу top 10, top 8 ko'rsatilgan, savol javob yutuq. Tamom. Xullas 14 mi 20 minutli video. O'zi 3 soat bo'lgan tadbir. Siz bormidingiz? Men даже почти ko'rmay qo'yganman. Maqsad menimcha shunaqa bo'lganda, nohaqlik bo'lganini ko'rsatish. Aytishdi ko'pincha, что bu menimcha birinchi marta shunaqa degan fikr ketdi, chunki shu paytgacha tanlov o'zini obro'yini yo'qotmagan, zo'r bo'lgan tanlov. Shundan keyin obro'yini yo'qotish boshlagan, mana вообще yo'qmadi menga. Bundan keyin уже qarasam, top 5 talikdan chiqib ketgan. Уже bu tanlov top 5 talikka kirmaydi. Bundan keyingi men tanlovim bu Miss International, ya'ni meni eng kutilgan, lekin aynan o'sha tanlovda men o'zimni bo'lajak kasting direktorim bilan tanishganman. Ularni ismlari Hector Joaquin ismlari. Получается, aynan bular menga aytganlar, potensialing katta. Agar shu sohada rivojlanaman desang, hamma narsani zo'r qilib borsang, ertaga до главной короны дойти сможешь degan menga. O'shani motivatsiya berganlar menga. Voy,
Давайте o'zim men ustozim bo'lib bering, iltimos, qancha nima qilib xursand bo'lib, хорошо, men sani за тебя возьмусь, lekin mana shu tadbir o'tsin, bu tadbir o'tgandan keyin aynan bu organizatorning yana bitta tadbiri bor degan. Mana bu ham o'tib bo'lsin, men keyin sen bilan chiqaman, aloqaga chiqaman deganlar. Dekabrda qaytib kelyapman tanlovdan. Yanvar o'tdi, fevral o'tdi. Dekabr boshida qaytib kelganman. Shu dekabr, yanvar, fevral o'tdi, yozmayaptilar hali. Mart yarmi o'tdi, yozmayaptilar. Dedim, menimcha unutib olganlar yoki spesial xafa qilmaslik uchun aytganlarmi deganman. Bir payt martda o'rtasida kelib qolyapti. Men sani anketangni Miss Internationalga yubordim. Ulardan уже javob oldim. Hali ham sili или не sili qiziqishyapti. Конечно, men sizni uch oy kutganman, qayerda yurdingiz, meni уже unutib yubordingiz deb o'yladim, deyapman. Shunaqa xursand bo'lib ketdim yozganlariga. Xullas, gazni bos, seni olishdi, dedi. Ularda bor edi-yu, men shu vizitkalarim, hamma narsamni yuborganman-ku. Bo'ldi. Sandan yana bitta bor edi odam dedilar. Undan oldin bu tadbirga qanaqadir qiz borish kerak edi. Boshqa, o'zi aslida videolarga ham tarqab ketuvdi, hamma publiklarda tarqab ketuvdi, O'zbekiston nomzodi. Lekin ularda qanaqadir casting direktor mashinik bo'lib chiqdimi, pul bermadimi, litsenziyasini to'lamadim, xullas nimadir bo'pti-da, uni diskvalifikatsiya qilishibdi. Shundan keyin qatnashmagan bu qiz. Уже как бы meni kandidaturamni adobrit qilib, meni o'tishgan. Lekin uni kandidaturasi 2019-yilda adobrit bo'lgan. Men interkontinentalga tayyorgarlik ko'rayotganimda. Keyin diskvalifikatsiya qilib, men 2020-yilda keyin koronavirus bo'lib ketdi. 21-yilda mana shu meni tanlovga o'sha qabul qilishganlaridan so'ng biz tayyorgarligimizni asosiy boshladik. Bir payt aytishib, to'liq litsenziyalarni to'lash kerak. Albatta o'zi aytganimdek bitta mas'ul bir korxona yoki mana shu mas'ul yuz bu narsalar bilan shug'ullanish kerak aslida. Lekin bu narsa bo'lmaganligi sababli hamma xarajatlari qatnashchining bo'yniga tushgan. Litsenziyani puli, uchish biletlarni puli, kiyim tayyorgarlik, barcha fotosessiyalar, hamma narsani o'zi organizator qiladi. Asosiy. Butun dunyo, men bu narsani keyin bilganman. Qancha men shu borib, men shu tajribalarimni olib kelyapman-ku bejizga emas. U yerda boshqa davlatlarda mana shu go'zallik tanlovlari o'ta rivojlangan davlatlarda mana shu Miss titulini haqqoniy olib yurgan qizlar hattoki oylik olishar ekan o'z organizatsiyasidan. Ma'lum того, что hamma narsa to'ylab beriladi. Bizda hali rivojlanmagan bo'lgan bu narsa. Qanaqa hatto tizim ham bo'lmagan. Tizim ham bo'lmagan. O'shanga hamma xarajatlar o'zimning bo'ynimga tushgan. O'shanda 32 mingmi, o'sha planka balandroq bo'lgan. 32 ming adashmasam biz ketkizuvdik, yo 35 ming ketkizuvdik tayyorgarlikka. Lekin bu tanlovga tayyorgarligimga o'shanda men sponsor topishga o'zimga harakat qilganimda qo'limdan keldi. Bitta katta korxonaning ambasadori bo'ldim va ambasadorlik sifatida ularga bu pulni to'lagan. Men bu pulni esa kiritganman aynan bu go'zallik tanloviga. Lekin nima bo'lgan? O'zi aslida tayyorgarligimiz 82 ming chiqish kerak edi. Nima uchun? Bitta meni chetga chiqib o'qishlarim bor edi. Defile, aynan go'zallik tanlovlari defilelarini o'rganib kelish maqsadlari katta, bizda целый PR plan bor edi. Chunki PR juda ham kuchli rol o'ynaydi aynan bu sohada. Kontraktim mana 1 yilga tuzilgan bo'lgan. Meni tanlovim esa bizda koronavirus уже ancha nimalari tushgan edi 21-yilda. Mana shu og'ir mana bu nima deydi? Chegaralar karantinlar уже tushishni boshlagan. Yaponiyada hali bo'lgan. Kuchli bo'lgani uchun ular 21-yildagi finalni 22ga ko'chirishdi. Men ofitsial xat bilan chiqdim korxonaga. Mana ular 1 yilga ko'chiryapti. Men toza shaffof o'zimni xayolim bilan masaladan hozir pul olmayman. Lekin ambasadorlik vazifamni bajaraman. Kelinglar, bu pulni kelasi yil o'sha shu tayyorgarligimdan oldin olishni boshlayman. Chunki tadbirim ko'chirildi. Hozir hech narsa qilish kerak emas. Kutamiz deganman. Xo'p, bo'ldi, xavotiring olmang, siz bu pulni olasiz deyishgan menga. 3 oy qolganda boshladim. Davayte, bo'ldi, davom ettiramiz degan paytim, bo'ldi, bizning hamkorligimiz tugadi deyishsa bo'ladi menga. Voy, o'zlaringiz aytdingizlar-ku. Men boshqa xomiy izlamadim. O'zimni ishimni chin bajardim. Pul olmagan bo'lsam ham ishimni qildim. Bo'lmasa juda katta korxona. Juda katta korxona. Hamma taniydigan va ularga yana 30 tadan ortiq proyektga tegishli bu korxonaga. Men bu narsani ajdod qilmaganman, shunaqa narsa qilishadi. Men o'ylaymanki, balkim tepadan bu pul berilgan, o'sha pastda yetib kelmagan, menga yetib kelmagan deb o'ylayman. Chunki menga garantiya berishgan. Bu pul kontraktimda yozilgan, olasan shu pulni deb. Keyin nima qildingiz? Nima deyman? Shuncha harakat qildim, menga kelib, men kafega javobim berib ketishdi. Kafeda, даже ofisiga chaqirishmadi. Hali SMS jo'natmabdi-ku. Da, aytibman, menga nima kerak? Boshlashimiz kerak deb 2-3 haftadan beri cho'zishyapti. Shunda biz
hech narsaga kela olmadik. Yana qaytib qarz olib, o'zimiz qilishimizga to'g'ri kelib qoldi. O'shanda aynan mana shu tadbirim juda qiyin o'tgan, chunki qancha chemodan bilan ketdim? 5 ta chemodanim bor edi adashmasam. Bir o'zim o'shanda komanda olib ketmoqchi edim. Biz mana shu yerdan translyatsiya qiladigan fotograflar, videograflar, vizajistlar menga yordam beradigan olib ketishimiz kerak edi. Kamida o'sha kasting direktorimni перелёti ham o'sha yerda edi, проживанияsi ham o'sha yerda, chunki kasting direktorlar yig'ilishi bo'ladi. Bir 5-6 kun finalgacha qolganda. Aynan o'sha yerda ko'p narsa muhimi hal qilinadi. Ular aytadi, kim nima bilan kelishib olishi mumkinligi, chunki bu go'zallik tanlovlari aynan dunyo miqyosidagida bu politika ham qo'shilgan, san'at ham qo'shilgan, ikkala tarafga qanaqa foyda bo'lishi ham qo'shilgan. Bu hammasi yopiq suhbatda bo'ladi o'sha. Bular qizlarning potensialini ko'rishdan tashqari yopiq suhbatda hamma kelasi o'sha kim top 20 ga kiradi, nima uchun kiradi, qanaqa birimizga foydamiz tegishi mumkin, nima bu hamma narsa o'sha yerda suhbatlanishadi. Xullas O'zbekiston nomidan hech kim kelmadi, chunki biz bu narsani ko'tara olmadik, pulimiz yetmadi. Amani kasting direktorim o'zini shotiga kelmaydi-yu, bu bunaqa narsa hech kimga kerak emas. Вот. Bunaqa narsa bo'lgandan keyin ikkita chemodanim yo'qolgan. Bitta dizayner bo'lganman o'shanda qo'pol qilib aytganda, nima deydi, meni tashlab ketishiga sal qolgandi, aldab ketishiga. Men pulini oldindan berib qo'yganman, kelganman. Aytibman, juda ham chiroyli milliy libos qilish kerak. Ideyalarni hammasini o'zim tuzib qo'yganman. Chizib, tayyor hamma narsani olib kelib, mana shunaqa narsa qilib berish kerak. Zo'r, sponsor bor. Qancha desangiz to'laymiz. Men dedim, mo'ljal sifatida dedi 5000 mana shu ko'ynakka ajratganman. Чтобы ideal holda bo'lishi uchun deganman. Bo'ldi, voy, zo'r, bizga shunaqa qiziq. Keling, biz siz bilan sizdan pul olmaymiz. Biz ham kollaboratsiyaga qo'shilaylik. Faqat mana shu ketgan mato nimalariga pul olamiz, tamom, ish haqqini olmaymiz. Shu nima deb o'zlari 1,5 ming hisoblab berishgan. Aniqmi? Yetadimi? Ha, yetadi, ortiq bilan. Bu bizda bo'lganmi yoki bizda bo'lgan? Bizda bo'lgan. Bizda ham bu juda ham taniqli dizayner. Aytdim, 5000 qo'yganman bu ko'ynakka. Yetadimi? Yetadi. Xullas, vaqt o'tgandan keyin 1 yil men ularga ham aytdim, "Sen hozir to'xtatib tursanglar bo'ladi, chunki undan oldin shoshilinch qilyapti." Shoshmasdan men sizga qachon ishni boshlashingiz mumkinligini aytaman deganman. 1 yil o'tdi, mart oyida qaytib chiqibman. Ko'ylak endi biz primerka qilib ko'rdik. Bo'ldi, ozgina, ya'ni ozganman, boshqa qildim, mashinani to'g'irlash kerak, betni to'g'irlash kerak. Yaxshi. 2-3 haftadan keyin primerka qilamiz. Xo'p, 2-3 haftadan keyin yozaman. Bunisi mana bunga jo'natadi, bunisi bunga jo'natadi. Xullas men hech connect qila olmayman. Ya'ni aytibman, "Opa, nima bo'lyapti? 1 oy yo'qotdik уже. O'zi kamayib, 5-6 oyimiz qoldi. Tezlashaylik." Bo'ldi, men sizni chaqiraman. Yana rasmlarni yuborib qo'yapti, hech narsa o'zgarmagan. O'sha qanaqa turgan bo'lsa ko'ynak shunaqa turibdi. Endi men o'ylayapmanki, shu ish ketyapti-ku, bo'ldi, xavotir olmang, biz sizga qilamiz dedim-ku, xavotir olmang deyapti menga. Xo'p dedim, avgust oyida yozyapman keyin yana. 3 oymi, 2 oymi o'tdi, yana yozyapman. Nima bo'ldi? Finalniy primerka qilamizmi? Xo'p, erta indin yana bir oy o'tdi. Primerkaga kelyapman, почти hech narsa o'zgarmagan. Voy dedim, siz meni stressga qo'yyapsiz, bu men tushunmayman. Давайте tezlashaylik, men bo'lmaydi deyapman. Bo'ldi, ozgina qoldi. Hozir tugatamiz yana xullas. Ketishimdan 2 hafta oldin qolyapti. 2 hafta ketishimgacha tayyor ko'ynagingiz keling dedi. Kelsam, men chizilgan narsa qayerda-yu? Men rasmlarni qo'yaman, bor rasmlar. Chizilgan narsa qayerda-yu? Menga berilgan narsa nima? Вот siz dizayner sifatida, даже men dizayner emasman, lekin tushunib turibman qanchalik вообще mas'uliyatsiz tikilgan bu ko'ynak. В плане kачествоsi ham xuddi oddiy raqqosalarning kiyimiga o'xshab qolganda. Orqasi to'liq tosh bo'lish kelgan narsa, orqasi bo'mbo'sh. Patni o'rnida qanaqadir valanchiklar qilib tashashgan, haqiqiy pat ishlatish kerak edi. Xullas, umuman men aytgan narsam bo'lmadi. Umuman. Men isterika, men уже yig'lashni boshlayapman. Menga aytibdi, "Biz siz переделка qilamiz, biz 2 haftada ulgurmaymiz переделка qilishga" deyapti. 1,5 yil tikilgan ko'ynakka. Oho. 1,5 yil vaqti bor edi. Shu payt endi o'rganmagan ekansiz deyapsiz. Endi men o'shanda shoshmang deganim, bu umuman tashab qo'yish, siz вы же понимаете свою работу. Men oktyabr oxiridami, noyabr oxirlarida ketishim kerak edi. Martda aytganman shu yilning boshida. Boshlasangiz, davom ettirsangiz bo'ladi ishni deb. Vaqt mana buncha bor edi. Xo'sh, ulgurmaymiz degan odam keyin menga yana tuhmat emas, menga gapirib, siz bergan pulingizga qilyapman deydi. Yetmadi pul, kam berdingiz. Men dedim, boshida nima deganman? Men aytdimmi? Boshida aytganingizni beraman. Men sizga taklif qilmadim, ishlaylik deb dedim. Siz menga taklif qildingiz. Oyim turibdilar, men stress, endi nima qilishni bilmayman. Bular menga o'zinikini tiqishtiryaptilar-da, что mana pul yetmayapti, bersangiz shu qilgan pulingizga qilamiz deb. Umuman boshqa odam bo'lib qoldi. Shu men tanigan odam boshqa edi. Men vashi o'shanda shunaqa men juda hurmat qilardim bu odamni. Meni bittada ko'zimning oldida tushib ketdilar, hurmatlari ham, boshqasi ham.
eng og'ir botgani bundan keyin ham mani ayblab situatsiyani qandaydir o'zgartirishga harakat ham qilmadilar. Men bor qarindosh urug'im, o'rtoqlarim chaqirib 20-30 kishi bo'lib biz ana shu narsalarni yordam berib o'tirdik dizaynerlarga. O'zimiz kechalari uxlamay, men 2 hafta qolganda o'tirib tosh yopishtirib o'tirganman o'zimni ko'ynagimga. To'ylagan ko'ynagimga o'zim o'tirib, oilamlar videolarimgacha bor. Hamma o'tiribdi kechasi soat 3, biz ozgina orqalarini nimadirlarni o'zgartirib, men xohlagan ko'ynagimga ozgina bo'lsa ham o'xshatibroq narsa qilib, kechasi soat 3:30-4 da bitirib, o'shalarni oldinma makiyaj qilib, ofitsialniy kostyumimni fotosessiyasini qilib borib 5 ta ertalar fotosessiya qildirganman. Fotografim ham o'tirib yopishtirgan o'sha yerda ko'ylagimni. Qilib bo'lganimizdan keyin 2 hafta davomida yana biz o'tirib hammamiz o'sha narsalarni yopishtirib chiqqanmiz. Chunki orqada polni santimetrgacha barcha o'sha orasida joy bilan tosh yopishtirib chiqishimiz kerak edi. Yaponiyaga ketdim, qatnashdim. Aynan shu ko'ynagimiz 70 ta davlat arasida eng chiroyli deb tan oldim. Asosiy qarindoshlaringiz mehnati bu. Bekorga bo'lmadi. Aynan mana shu libosimiz hozir Ipak Yo'li universiteti qoshidagi Milliy liboslar nimalar galereyasida turibdi. Biz topshirib kelganmiz Samarqandga. Keyin mana Madaniyat vazirligi yordamida va Turizm vazirligi yordamida ular bizga o'sha safar bu narsani yangilikda bilib yordam berishgan. Biz o'sha yerga joylashtirib kelganmiz. Любой payt borib ko'rib kelsa bo'ladi bu ko'ynakni. Bilasizmi qanaqa xursand bo'lganman? Shunaqa shu bejizga emas ekan shunaqa harakatimiz deb dunyoda 3-o'rinda turadigan go'zallik tanlovi. 62 yil ichida tarixda O'zbekiston birinchi marta ishtirok etyapti va biz o'zimizni milliyligimiz bilan qanaqa nima deydi, hammani lol qoldirib kelganmiz. Chunki hamma kiyimlar chiqadigan kiyimlari taxminan bir xilga o'xshaydi. Bizani nimamiz boshqacha-ku. Baribir madaniyat. Bizani madaniyatimiz, matolarimiz ranglari, teksturalari, bizani nimamiz madaniyatimiz ularga hali nimadir notanish yangi narsa. Shu narsa bilan biz ko'ynagim o'zi Humo qushi edi nomi. Shundoq mana shu paranjada chiqib, chiroyli ochib, orqada humolarini chiqarganimda butun zal "Vau" degan, muzikadan eshitganman "Vau" deganini. O'zi menga ruxsat berishmagan ochishga. Sahna kichkina edi, ulgurmaysiz, biz dash tochka qilmasdan tez ketishimiz kerak degan. Repetitsiya shunaqa o'rganman, nima bo'lsa bo'ldi deb sahnada ochib yuborganman baribir. Ochib olganimda yutmasdik. Xursand bo'ldim ochganimga. Keyingi tadbirim mana shu Miss Universe bo'lgan. Bu tadbirda qatnashganimdan keyin mana Miss Universe juda ham ko'p orzu qilganman borishga. Bu yerda partnyor topishga vaqtim bo'lmadi, chunki avgust oyida e'lon qilishdi mani, что men yutganimni, koronatsiyalar hammasi o'zimning bo'ynimga tushdi. Hamma xarajatlar o'zim bo'ynimga tushdi. Где-то $67,000 pul ketdi menda qatnashishimga o'sha yerga. To'liq hamma kiyimlarimni, liboslarimni, перелетlarimni 20,000 deb chiqdi. Перелетlarim chunki 7 ta chemadan bilan hamma narsa mana shu juda ham nima bo'lib ketdi. Вот. U tanlovga borganimizda men 100% emas, million foizga o'zimni berib qatnashganman, ya'ni bor kuchimni sarflaganman. Biz o'ylaymizki, bir ikkita xatolar bor, nima uchun o'rin ola olmaganimiz. Atak biz o'rin olishga loyiq edik deb barcha kritiklar ham aytishdi va juda ham ko'p kritiklar shubhalandi, что O'zbekiston o'rin ola olmaganiga. Endi mana shu qilib 9 yil ham o'tib ketdi. 9 yillik nimalarimni aytib berdim. 1 soat ketdi shunga hozir. Endi maksimalni qisqartirishga to'g'ri keladi. Nigina, siz shu yerdaligingizdan foydalanib, baribir hamma shu podkastda eshitayotganlar Nigina hozir ozish sirlari haqida gapirib beradi deb kutishyapti, lekin buni podkast oxiriga olib qo'yamiz va boshqa mavzuda gaplashamiz. Elnora, bugun siz mana dizaynersiz, Parij moda uylarida ishlab kelgansiz. Bugungi o'zbek ayollari garderobiga nimalar kerak hozir yoki nimalar ortiqcha? Keling, bizning suhbatimizdan ular uchun ham foydali bo'lsin. Nimalar yetishmaydi bizning garderobimizda? Bizning mamlakatimizda kiyinishlar, odamlarning kiyinishlarini o'rganib chiqyapman-da hozir. Bizda shunaqa bo'lgan, bir payt hech kimda hech qanaqa imkoniyat bo'lmasdan hamma bozorga borib kiyim olgan. To'g'ri. Kelgan, bizda такой базовый гардероб degan narsa chiqqan, hamma bizda baza bo'lish kerak deb shunga kelib chiqishgan. Keyingisi masalan boshqa mamlakatlarda keyingisi dizayner kiyimi va keyingisi vintaj kiyimlarga kelishadi-da. Biza mana bazaviy garderobdan hozir o'tdik va odamlar bizning natsionalniy va dizayner kiyimlariga qiziqadigan bo'lib qolgan. Va hozir mana shunaqa vaqt keldi men uchun, masalan, men nima deyman, bizning klientlarimizga va boshqa odamlarga
hozir biz o'ylashimiz kerak emas, unaqa vaqt o'tdi o'ylaydigan. Voy, men bunaqa narsa kiysam, nima deyishadi? Meni yoshimga to'g'ri kelmaydi, meni figuramga to'g'ri kelmaydi. Bunaqa vaqt o'tib bo'ldi. Hozir bunaqa vaqt keldiki, biz xohlagan narsamizni kiyishimiz kerak. Adras kiygin kelyaptimi? Kiygan. Adras kiygin kelmayaptimi? Kiymagin, majburi yo'q. Yaqingacha bizda adras faqat Navro'z bayramida kiyilgandi. Lekin shunaqa hozir shunaqa bo'lgan. milliy brendlarimiz, mahalliy brendlarimiz rivojlanishni boshladi. Mana har kunlik kiyishni boshladik. Ishga, o'qishga, ko'chaga. To'g'ri. Chunki bu adras bu bizani nima deydi? Tirik mato deyman-da, men живая deyman-da. Chunki bu mato tabiiy va nastoящий, realniy odamlar qiladi. Shu odamni tanib bilsang bo'ladi. Bu juda ham muhim va biz kiyayotganimiz mato o'zgarib keladi-da. Yuvsang ozgina rangi o'zgaradi, lekin bu ham tabiiy, bu yaxshi narsa. Va biz aytamiz, hozir shunaqa imkoniyatlar ko'p va hamma odam bilasizlarmi o'zini ko'rsatgisi keladi demayman-ku, bunaqa samovyражение degan narsa bor-da. Biz o'zimizni xohlaganimizni kiygimiz keladi, xarakterimizga mosini. Bu sizga yoqyaptimi? Siz bilan ishlaydigan odamlarga yoki qo'shningizga yoqmasa, hech narsa qilmaydi. O'zingizga yoqsa bo'ldi. Chunki ko'p odamlar o'ylaydi, ayollar erkaklar uchun va boshqalar uchun kiyinadi. Yo'q, ayollar o'zi uchun kiyinadi. Mana biz o'zimiz uchun kiyinishimiz kerak. Bizga mana shunaqa kiyim yoqyaptimi? Kiyaylik. Qora yoqyaptimi? Qora kiyaylik. Mana men shunaqa deyman. Va albatta ko'p narsa olmaylar. Millionlab narsa sotib olmaylar. Musorga ketsa yaxshi emas. Musorda masalan polyester bo'lsa, keyin poligonda hech qachon hech narsa shu futbolka 1000 yil turadi, 2000 yil turadi. Bu yaxshi emas yoki parcha-parcha bo'lib, mikroplastik bo'lib, bizning organizmimizga kiradi, o'zimizga yomon. Shuning uchun biz shunaqa aytamizki, xohlaganinglarni kiyinglar va naturalniy, tabiiy kiyimlarni ko'p olinglar va ko'p narsa olmanglar. Chunki garderobimizda faqat biz har kuni kiygimiz kelgan kiyim bo'lishi kerak. Shu narsani mana shu pijak oldingizmi? Shu pijakni men har kuni kiygim kelyapti. Bugun ham kiyaman, bugun ham kiyaman demasangiz, sizga keragi yo'q. To'g'ri. Shunaqa narsa. Bizda ayollar afsuski mana turmushdan keyin SM razmeridan 3XL razmeriga o'tishni boshlaydi. Masalan, o'zimizga ham begona emas, ammo xolalarimiz, onalarimiz katta razmerdagi kiyimlar topishga qiynalishadi. Bizda qanchalik hozir yangi brendlarimiz, mahalliy brendlarimiz inklyuziv shunaqa plus size ayollar uchun. O'zi tana o'zgarishi bu normalniy, bu oddiy masala, chunki ayollar tug'adi, bolali bo'ladi, har xil narsa bo'lishi mumkin. Bizda gormon ishlaydi, har doim настроение bo'lmasa, stress bo'lsa, semirib ketamiz. Bu tabiiy masala va oldin hamma XS, SM larni qilishardi. Tushunarli, ular kiyib ketishsa, hamma narsa o'tiraveradi yaxshi. Masalan, ayollarning razmeri oz kattaroq bo'lsa, ko'kragi boshqacha bo'lishi mumkin, boksalari boshqacha bo'lishi mumkin, o'tirmasligi mumkin. Men o'zim uchun mana shunaqa narsa o'ylab topdimki, men uchun va meni o'rtoqlarim ham shunaqa deyishdi, zo'r narsa deyishdi. Shunaqa kiyim qilamizki, S bo'lsang ham senga yaxshi bo'ladi, XL bo'lsang ham yaxshi bo'ladi. Va biz o'zimizni samootsenkamiz uchun juda zo'r-da. Chunki masalan siz jinsi oldingiz, ertaga sig'madingizmi, bo'ldi. Mana semirib ketdim, endi chiroyli emasman deb o'ylaymiz-da. Masalan, qanaqadir kiyim har xil razmerlarimizda bizga to'g'ri kelsa, biz xursand bo'lib yuramiz. Albatta bilamiz, ustimizda ishlashimiz kerak. Bu boshqalarga ko'rsatish uchun emas, biz o'zimiz sog'lom bo'lishimiz kerak. Bu sog'lom bo'lish uchun. Lekin настроение uchun, bizning kayfiyatimiz uchun kiyimimiz doim bizani xursand qilish kerak. Chunki kiyim bu hozir prosta bizning ustimizga yopish uchun emas, bu kayfiyat uchun, bu bizani hayot kechirishimiz chiroyli bo'lish uchun qilinadi. Shuning uchun hozir brendlar ko'p, mahalliy brendlar oversize ham qilishadi, one size ham qilishadi. One size o'sha zo'r narsa, chunki o'sha har xil razmerlarga zo'r tushadi. Mana sizni ko'ylagingiz one size. Meniki ham shunaqa, sizni pijakingiz ham, biz hammamiz one size da o'tiramiz. Bu juda zo'r, chunki ertaga tug'amiz ham bir narsa bo'ladimi, shu kiyimga kiramiz va shuncha hunarmandlarning ishi musorga ketmaydi. Kiyim borasida didimiz ancha shakllangan, lekin bitta muammo bor, makiyaj masalasida. Make-up. Nega siz bu borada siz fikrlaringiz juda ham qiziq. Butun dunyo make-up masalasida minimalizmni qadrlaydi, lekin bizda haligacha viloyatlarda, to'ylarda, ko'chadagi xohlagan bir salonga kirib, mana makiyaj qilib qo'ying desangiz, bir
man 26 yoshda bo'lsam mani bir 56 yoshli ayol qilib chiqarib yuborishadi. Nima uchun minimalizmni bizda haligacha tushunishmaydi yoki bo'rttirilgan, o'zida bo'lmagan narsani ko'rsatadigan makiyajlar qilishadi. Qachon biz makiyajda ham bir yaxshi bir darajaga yetib kelamiz? Bilasizmi, vizajistlarda shunaqa gap bor o'zlarida. Qimmatbaho sezilarsiz makiyajni qilish bilinadigandan qiyinroq. Hamma ham qilishni bilmaydi. Sizga hozir shunaqa. Да, макияж без макияжа deydi. Buni bizada просто nima deydi? На вкус и цвет товарища нет deydi. Ruslarda bilasiz. Kimdir bu narsagacha yetib keldi, что minimalizm bu chiroyli, kimdir hali bu narsagacha просто fikrlashi bilan kelmadi. Ya'ni baribir bu konkretno odamning vkusiga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Ular o'rgangan shunaqa qilib bo'yashga. Harakat qilsa ham bo'lmaydi. Boshqacha chiqmaydi. Chunki masalan vizajistlar doim ularning ishi bizga qaraganda bizga qilsa yetmaydi. Как будто pachrog'iga o'xshaydi. Masalan, kameralarga tushirsangiz, boshqa qilsangiz, vizajistlarning ishi явно ko'rinib turadi. Bir-ikki paytlar xuddi shu effektni chiqaraman deb ozgina sezmagan holda oshirib yuborishi mumkin, o'zi tushunmay qolishi mumkin. Masalan, yokida kimdir yuzi ozgina ko'proq makiyaj bo'lishini talab qilishi mumkin. Masalan, menga strelka yarashmaydi, sizga yarashishi mumkin. Yoki men strelka masalan kichkinaroq qilsam, kimgadir katta yarashadi. Bo'lmasa yeyilib qoladi, внешности bilinmay qoladi. Lekin har bitta odam o'ziga mos makiyaj taqib yurishi kerak. Ko'pchiligiga minimalizm yarashmaydi. To'g'ri. Lekin moslasa o'zini yuziga moslab qilish mumkin. Vizajistlarning katta ishi ular moslashni bilmaydi. Ular bitta shablonda bo'yaydi hamma. Hatto yuz boshqacha. Hozir bizning qo'shiqchilarimiz ham bir xil bo'lib qoldi-ku, yuzlari hammalari. Plus bu kosmetologiyaga ham trendlar. Kimdir qiladi, masalan labini kimdir ishiradi. Bu ishirilgan lab aynan bu odamga mos kelgan. Kimgadir mos kelmaydi. Bu keladi, men ham shunaqa xohlayman deydi. Yoki masalan mutaxassis aytish mumkin, sizga bunaqa turmaydi. Yo'q, trend qilgim keladi. Shunaqa narsa bor, akasida odam labini qilsa, keyin kam tuyular, yana deyishar ekan. Kosmetologiya уже stopi yo'q bo'lib qoladi. Kosmetologiya bu shunaqa narsa, bir boshlasangiz, siz o'zingiz har kun yurib, o'zingiz har kun ko'rasiz-ku, o'zingizga o'rganib qolasiz. Sizga tuyuladi, что как будто men уже oddiy bo'lib qoldim. Labini qilgandan keyin qoshini qildirgisi keladi, keyin kiprik qo'ydiradi, keyin yana skuli bu yerda qilish kerak. Bunaqa istoriya bo'ldi. Kechirasizlar, bir marta to'yga ketyapmiz edi, qaynonam bilan, oyijonim bilan. Salonga bordim, ukladka qildim. Keyin bitta bizning vizajistimiz bor, juda zo'r, Dila Abdullayeva. Keyin seni bo'yab qo'yaman dedi. Keyin yo'q, men oyijonim bilan boraman. Oyijonim, takoy o'rangan islomiy, ularga yoqmaydi dedim-da. O'zim jam makiyaj mana hozir ham ko'rsa bo'ladi, bu maksimum qiladiganim. Yo'q, men seni tabiiy bo'yab qo'yaman dedilar. Keyin men ularga ishonaman, zo'r bo'ydilar. Meni juda chiroyli tabiiy bo'yab qo'ydilar. Men uchun ko'ryapman, vizajim bor. Примерно sizdagi hozirdagi. To'yga kelsam, qaynonamga aytadi, "Voy, sizni kelningiz muncha zo'r, bo'yamasa ekan." Shunaqa. Bir soat o'tirdim. Men o'zim uchun juda ham chiroyliman deb, bo'yamasa ekan, zo'r ekan deyishadi. Men o'zimni to'yimda shunaqa bo'lgan, xuddi shunaqa nude makiyaj qildirganman. Men ammalarim kelishgan, "Nega bo'yamading? Kelin degan bo'yanish kerak, yaltirab turish kerakmi?" Menga yoqdi shu. Nima qilaman, o'zimda yo'q narsani ko'rsat yoki kiyimimga men minimalistik kelin ko'ylak tanlaganman. Kiyim atlas matodan, faqat tepasida ozgina gipyur bo'lgan bo'ldi. Bundoq qarab, qani toshlari nega yaltiramayapti bu ko'ylak? Kelinga yaltirash kerak, dabdabali bo'lish kerak. Afsuski shunaqa narsalar haligacha meni amma xolalarimda va umuman juda ko'pchilikda ayollarda haligacha shunaqa tasavvur bor. Minimalizmni yoqtirishmaydi. Даже tirnog'iga hozir odamlar qilishmaydi, laklarini. 9 yil kerak bo'ldi menga. 9 yil kerak bo'ldi. Men uchun bilishim uchun. Juda qulay lekin, вот спокойно yurasiz, akkuratно, вообще. Hech qanaqa o'sgan, qizili yo'q. Da, shuni deng. Ухоженный juda ham ko'rinib, o'zi bilasizmi, aynan mana bu holda nima deydi? Bu eng chiroylisi. Chiroylisi va eng qiyini. Shunaqa. Tutish, aynan o'zingizni tirnoqlaringizni akkuratni tutish bu eng qiyin, chunki gel-lak ushlab turaveradi chiroyli qilib. Bunga qarash, bu nima deydi, nima kirayotganingizda yoki idishlarni yuvayotganingizda akkuratliroq bo'lib, perchatkalarni kiyib, chunki o'zingiz tirnog'ingiz sinib qolishi mumkin. Bu hozir yumshoqroq bo'ladi-yu, iviyda mana shuni suvni tagida boshqa qilib ko'proq o'zingizga mehr berasiz, qancha naturalni bo'lsa. Hozir men nimasini his qilyapman, hamma qizlar bir xil o'ziga protsedura qilganiga ko'p odamlar o'xshab ketyapti.
hozir tabiiylikka trend ko'proq bo'lyapti. Tabiiy tirnoqlar, tabiiy qoshlar, tabiiy yuz, hammasi tabiiylik trendga kiryapti va razmerlar ham normalniy razmer trendga kiryapti. Masalan, oldin biz o'ylardik, taliyamiz, belimiz 60 bo'lish kerak, 60 va qiz bola MS bo'lish kerak. Hozir qancha bo'ldi? Necha bir yil bo'ldi. Kiyim tikyapmiz, ko'ryapmiz. Na samом деле, masalan, bel 80, 85, 90 bu normalniy. Bu semiz qiz emas. Bu normalniy bel. 60 bu juda ham kichkina, chunki meni 9 yoshli jiyanimni beli 60. Katta взрослый, masalan 30 yoshli, 40 yoshli ayoldan biz so'ramaymiz, seni beling 60 bo'lsin, seni razmering XS bo'lsin deb so'ramaymiz. Demak, odamlar o'ylashadi, L bo'lsa large, demak katta, XL bo'lsa, voy X ham bor ekan, bo'ldi, semirib ketdi. Bu noto'g'ri. Bu XL larni просто S dan chiqarib, mana shu 38, 40, 44, 46 razmerlarni S da qoldirib tushunish kerak, что standartlar yo'q. Bu standart, bu boshqa narsa. Bu modelli standarti, aytingligini. Model standarti va sog'lom ayol standarti вообще boshqa narsa bo'ladi. Просто nima deydi dizaynerlar, ularga невыгодно har bitta parametr uchun ko'ylaklarni tikish. Ular bitta manekenga tikishadi va aynan shu sababli faqat ozg'in modellarni tanlashadi. Aynan manekenga mos tushadigan figurasi bo'yicha. Tamom. Faqat mana shu uchun. Lekin даже hozirgi kunda men kiyapman-ku, masalan, kastinglarga, pokazlarga borsam, premyerkalarga, fotosessiyalarga borsam, menga hamma ko'ylak katta turibdi. Men siz aytgan narsangizni sezdim. Hozir haqiqatan ham normasi boshqacharoq bo'lib ketyapti. Bu narsa xursand qilyapti, chunki men avval qanaqadir nima qilardim, ozg'in bo'lsam ham, как будто ozgina osishim kerak, torroq turibdi deb yurardim. Hozir hamma narsa menga katta. Endi semirishim kerak deb o'ylayapsiz. Yo'q. Bilasizmi, 2016da Saint Laurent Louis Vuittonlarda stajirovka qilganimda, bilasizmi, как раз o'sha zakon chiqqan. Что ayollarni hozir pakazga 34 olish mumkin emas, 36 yoki 38. То есть oldin hamma pakazga modellarni 34 tanlashar. Bu mandoman juda kichik, bu XS dan ham kichkina. Shu 34 ular zapret qo'yishdi. Endi 34 qilmaymiz. Louis Vuitton xo'p deyishdi. U 36 dan biza kolleksiyalarni yaratishni boshladik. Lekin Saint Laurent o'sha 17 gacha 34 chiqarar edi. 34 bu почти anoreksiyadek qizlar. Bu janimdan kichkina qiz. Ular просто tabiiy shunaqa. Lekin bunaqa qizlarni podiumlarga chiqarganda, dunyo podiumlariga, bular figuraga ham trend berishadi. Ayollar ko'rib qancha modellar anoreksiya bo'lib ketgan, harakat qilib shunaqa ozishga. Shunaqa. Bu bunaqa ishlamaydi. Hozirgi kunda mana shu sog'lomlik trendi bo'lgani eng zo'r. Sog'lomlik. Sog'lom tana eng to'g'risi. Chunki даже ko'pincha krutoy e'tibor berganman, hozir mировой dizaynerlar siz aytgandek, aynan никуда bu ishut, ozg'inlik emas, sog'lomlik, sport bilan shug'ullanganni nimalari borligi, ozgina lегкий relyef, tanani tuzilishi, то есть ozgina ayol, masalan, model ozgina baqvatroq bo'lsa ham, ko'rinib turibdi, что sportga qatnaydi. Nima bu ana shu narsani privetствовать qilishadi, sog'lomlik. Eng to'g'ri deb o'ylayman. Miss O'zbekiston aytayapti bu maslahatlarni sizlarga. Просто biz bilishimiz kerakki, mana ko'p qizlar ozaman deydi. Nima uchun? Trend bo'lgani uchun. Shunaqa. Trend bo'lgani uchun ozish kerak emas. Shu podiumdagi model uchun ozish kerak. Sog'lik uchun. Siz tushunishingiz kerak, что agar siz masalan zarar yetkazmaydigan ves bor, to'g'ri keladigan, sizni proportsiyangizga to'g'ri keladigan va o'sha zarar yetkazadigan proporsiyalar bor. Zarar yetkazadigan proporsiyalarga yetib kelgan bo'lsangiz, siz o'zingiz uchun asta sekin o'zingizga qattiq nima deydi, siz mana bu kilolarni masalan 10 oy davomida yig'gan bo'lsangiz, 1 oyda tashlayman deb turmasligingiz kerak. Bu eng katta zarar. 10 oyda yig'dingizmi, 10 oyda siz tashlashingiz kerak bo'ladi. Asta sekin, postepенно. Qiynalmaysiz ham, chunki sport ham sekin holda hayotingizga kirib keladi, to'g'ri ovqatlanish ham sekin holda yetib keladi. Masalan, siz hozir 5000 kaloriyaga ovqatlanaylik deylik kuniga. Siz konечный selni mana 10 oydan keyin 2000 kaloriya ovqat yeydigan bo'lmoqchiman deb qo'ysangiz, mana shuni 10 oy ichida qisqartirishni boshlang, sezmay qolasiz qanaqa 2000 yeydigan bo'lib qolganingizni. Lekin bir kunda 5 ni 2 ga qisqartirsangiz sizga kam bo'ladi. 3-4 kun, bir hafta o'zingiz ushlaysiz, keyin ertasi kun keyingi haftada 10 yana ishtahani ochilib ketadi. 10 ming yeydigan bo'lasiz. Chunki mana bu organizmingiz o'rganib qolgan har kun mana shuncha kofe ichishga. Siz mana buncha ichadigan bo'ldingiz-ku, lekin organizm uchun mana bunchasi defitsit yig'ilib ketyapti. Chunki mana shunchaga kam beryapti har kun deyapti. Keyin siz bir kun mana shunchasi hamma necha kun kam ichgan bo'lsangiz, mana shunchasini ichib qo'yasiz. Chunki mana shu hamma defitsitlarni yopib qo'yishingiz kerak. Lekin asta sekin kamaytirib borsangiz, organizmingiz tushunmay qoladi.
O'rganishni Mani boshlaydi. normam shu ekan, manimcha ozgina kamroq bo'ldi, lekin sezmayapman, вроде normalni deb, sekin o'ziz uni xuddi yosh bolani aldaganday siz organizmingizni aldashingiz kerak, majburlamashingiz kerak. Yosh bola yig'laganda nimaga yig'layapsan? Yig'lama desangiz yig'lamay qo'ymaydi-yu. Baribir yig'laydi. Oshqozoningiz, miyangiz xuddi yosh boladek. Siz ularga prikaz bera olmaysiz, chunki ular har kuni o'rgangan tabiiy narsasini qilib boradi. Lekin asta-sekin privichka orqali har kun bitta narsani bitta tizimda qilib borish sari siz ularni o'zingizning foydangizga tarbiyalashingiz mumkin. Mana shuni aytishim mumkin. Va shuning uchun qanaqadir konkretniy dieta yo'q. Qanaqadir konkretniy sport bilan shug'ullanish kerak degan narsa yo'q. Ozishga ham To'g'ri kelgan narsani qilish kerak. O'zizga mos keladigan, bu uchun kerakli mutaxassislarni barchasi bor. Men tushunmayman nima uchun qizlar dietolog qimmat, endokrinolog qimmat, trener qimmat deydi. Kerak bo'lsa mana bu har kun olinadigan keraksiz bozorliklar uchun kerak esa ko'proq pul ketadi. Lekin biz o'zimizning sog'ligimiz uchun doim qizg'anamiz bunaqa pul berishga. Bir marta dietologga murojaat qiling. O'zi endokrinolog bilan ishlab berib, kerakli analizlaringizgacha hammasini topshirib, ko'rib berib, qaytingizda nima yetishmovchiliklar borligini, defitsitlaringizni birinchi yopib beradi, tanangizni sog'lom qilib beradi, hamma gormonlaringizni to'g'irlab beradi. Siz уже vес tashlashni boshlaysiz, chunki organizmingiz bitta vesga kelgan vesingizga o'zini normasini o'zi biladi. Siz uni o'rgatgansiz. Hech kim semiz bo'lib tug'ilmagan. Конечно. Hamma chaqaloqligida ozg'incha bo'lib tug'ilgan. Keyin avval ovqatni odamlar och bo'lganidan yegan bo'lsa, hozir hech narsa qilish yeyman. O'sha ovqat bu bizga kuch beradigan narsa emas. Xullas shunchaki chaqchuqqa o'xshagan narsa bo'lib qolgan. Xohlayman buni yeyman, xohlayman buni yeyman. Qancha oddiylik bo'lsa ovqatlanishda, shuncha polzasi, nimasi ko'p, foydasi ko'p. Qancha ovqat qiyinroq tayyorlangan bo'lsa, shuncha zarar. Lekin bizni milliy ovqatlarimiz hammasi xamirdan iborat, go'shtdan iborat, yog'lardan iborat bo'lib turgan paytda qanaqa qilib ayollar ozishi kerak? Aynan mana shu narsada aytganimdek, o'zingizni tanangizni his qilib bilish. Agar siz masalan kun davomida mana 1000-2000 kaloriyaga yeyishni o'rgangan bo'lsangiz, 2000 deylik qo'pol qilib aytganda. Mana shu xamirli ovqatda ham, o'zimizning milliy ovqatda ham ozgina xamirdan kamroq solib yoki xamirli ovqat bo'ladigan bo'lsa, nonsiz yeb. Siz to'g'irlasangiz bo'ladi. Men avval hattoki manti pelmenlarni ham non bilan yeganman. Tarvuzni ham non bilan. Menda bitta privichka bo'lardi. Olardim, men kola napitkini nonni ichiga botirib, yoqardim menga ta'mini. Pishillatib yeb o'tirardim. Men aytmoqchi bo'lganim, biz prosta o'zimizni normamizni bilmaydigan bo'lib qolganmiz. Biz tushunmaydigan, tanamizni eshitmay qo'yganmiz. Agar siz o'z tanangizni eshitsangiz, e'tibor bergan bo'lsangiz, siz ovqatlanayotgan paytingiz och bo'lasiz, bir payt bo'kib qolasiz. Risk. Chunki siz to'ydim degan paytida signal berganda siz eshitmaysiz. Gaplashib o'tirasiz, televizor qarab o'tirasiz, telefon titkalaysiz, organizm bu payt to'ydim degan paytda sezmaysiz. Yana bitta qiziqarli fakt, oshqozoningiz miyangizga men to'ydim degan signalni berish uchun yarim soat vaqt kerak ekan. Aynan shu uchun ko'pincha yevropeyslar ozgina och bo'lib tur deydi yegandan keyin. Shunaqa deyshadi. Ular kamroq yeyishadi. Ular kamroq. Ularni siz mana подтвердить qilib bera olasiz bu narsani, pitanyasiga e'tibor bering. O'zi, uglevodga qarasak, bizga uglevod nima uchun kerak? Bilasizmi, bu eng бесполезный narsa. Energiya. Faqat energiya beradi. Ertalab uyg'onganimizda biz uglevodlarni tiqamiz. Nima uchun? Biz hozir uyg'onib turdik, energiyamiz ko'p-ku. Bizga внушать qilishgan, что завтрак bu biz uchun eng muhim nonushta, eng muhim priyon пищи dня deb hamma joyda reklama chiqadi. Eng muhim ovqatlanish payti bu bizda nonushta. Nonushta va pища kerak emas. Nima uchun siz nonushta yeysiz? Siz nima qildingiz bugun nonushtani? Hozir siz bu nonushtani заслужить qildingizmi? Qo'pol qilib aytganda, avval borib erkak kishi mamintni borib o'ldirib olib kelish kerak edi, ayol kishi bu narsani tayyorlash kerak edi, to'g'rilab keyin ovqatlanishardi, mehnat qilib. Hozir bizda vыбор katta, завтрак ham bor, ужин ham bor, обед ham bor, ужин, поздний ужин ham bor bizda. Bundan tashqari перекусlar, desert yana albatta yeb qo'yish kerak. Noto'g'ri, uglevod eng keraksiz narsa. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana ko'pincha ayniqsa yevropeyslarda qanaqa bo'ladi завтракga. Masalan, uglevod sifatida ularda bitta toster yoki kruassanchik bo'lishi mumkin. A tak slabosoliyoная рыба, sir, omlet, shunaqa narsa yeyishadi. Ozgina salat qo'shishadi, ozgina masalan, nima deydi, asal qo'shishadi. Ularda uglevod kamroq bo'ladi-da, lekin jir, ya'ni foydali yog'lar va belok ko'proq bo'ladi. Oqsil. Kletchatka qo'shishi mumkin. Juda zo'r, chunki sizga ertalab uglevod uncha kerak emas. Kuchga to'lasiz va belok lekin ertalab zo'r usvayotsa qiladi. Obedga ular uglevod qo'shishi mumkin. Pasta yeyish mumkin, pizza yeyish mumkin. Chunki quvvat kerak. Siz obedgacha ishladingiz, yurdingiz, kuchingizni sarfladingiz.
kechqurun ko'pincha nima? Baliq yoki steak. Salat bilan. Go'sht в основном go'sht Всё, в основном go'sht bilan salat yeyishadi. Chunki опять-таки uglevod kerak emas. Makaron, non, Da, unaqa narsa. uglevod kerak emas. Qachonki kam ovqatlanishni boshlasangiz, organizmingiz bu ochlikka tushib qoldi deydi-da. Любой yegan ovqatingizni kaloriyaga olib qo'yishni boshlaydi. Sizga keyin undan ham ko'p vaqt kerak bo'ladi, чтобы organizmingizga men ochlikka tushib qolmaganman deb tushuntirishga va qaytib uni ishlash tizimini yo'lga qo'yishga. Shuning uchun diyetalar bilan o'ynashmanglar, bu juda yomon narsa. Undan ko'ra uglevodlarni obedga qo'yishga harakat qilinglar, ko'proq oqsil yeyinglar, to'g'ri uglevod yeyinglar. Yesanglar ham kechqurunga uglevod yemasanglar, yana kech ertalablari ish ishlab bo'lmaydi va yana -1, 2, 3 kiloga ham turasizlar. Ana sirlar. Men uchun masalan, men tushunyapman, ko'p ayollar bor, uyda ovqat qiladi. Uyda oilasi bo'lganda, ular masalan o'zimga mana bunaqa ovqat qilaman, men masalan kletchatka ko'p yeyman, u yeyman, qila olmaydi. Chunki u masalan uydagilarimiz ko'p qaynonalari, qaynotalari, erlari kuchli ovqat so'rashadi. Chunki O'zbekistonda hamma kuchli ovqat yeyishni xohlaydi. Kuchli ovqat bu nima? Mana jarkoplar, qozon kaboblar, oshlar, bular hammasi. Yana u o'tirsa, unga nima yemayapsan-ki, o'tir ye deyshadi. Undan keyin, конечно, u ham kechqurunga shu osh mantilarni yesa, ularga ham qiyin bo'ladi. Masalan, men shu ayollarni tushunaman. Ularga qiyin. Chunki hamma ham masalan mana bunaqa современный o'zi dieta qilib yoki правильное питание qilib yura olmaydi-da. Masalan, qanaqadir bitta kelin o'ziga men hozir qanaqadir ratsion sotib olaman va faqat to'g'ri ovqat yeyman deya olmaydi. Chunki uyda ovqat qilish kerak, hamma bilan birga o'tirib. Erkaklar bo'lsa har doim og'ir ovqatlar bo'lishi kerak. Da, mana shu narsa bor. Просто lekin agar nima deydi, oilada baribir kattalardan boshlanadi. Hamma narsa. Qachondir biz ham o'sha kattalar bo'lamiz. Va qanaqa biz tizimni o'zimizda oilamizda tuzsak, shunaqa ertaga bu hayot tarzi sifatida kirib ketaveradi. To'g'ri, hozirgilarga qattiqdir o'zgartirish qiyin bo'lishi mumkin. Lekin xuddi shu kartoshka, piyoz, go'shtiga qiladigan ovqatini to'g'riroq sifatida qilsa ham bo'ladi, kamroq moy solsa bo'ladi yoki masalan og'irroq ovqat bilan non yemasa bo'ladi. Bu narsalarni уже agar odam xolasa iloji yo'q narsani o'zi yo'q deydi-yu. Masalan, biz ham bunaqa qilganmiz. Bizning oyijonim, adajonimiz bor, oilamiz bor va adajon bilan oyijonim ular qariroq. Va men ular bilan gaplashganman, aytganman. Hozir mana shunaqa analiz topshiraylik, ko'raylik, qanaqa nima bo'lyapti. Va sizlar ko'proq yashashinglarni xohlayapman va sog'lom yashashinglarni xohlayapman deganman va sekin-sekin ovqatlarni tabiiyroq, polezniroq, mana shu unsiz, lekin mazali qilishga harakat qilishni boshladi. Bizda kattalar tushunmaydi, lekin eng qizig'i faqat yoshlar emas, kattalar ham shu to'g'ri ovqatlanishdan manfaatdor. Chunki ularga kerak yoshlardan ham ko'ra. Yo'q, har odamdan bittasi qandli diabet, ortiqcha vazn. Albatta, bizda juda ham ko'p odam bor qandli diabetli. Masalan, o'zimda insulin rezistentность bor. Va men aytdim, kelinglar, yaxshiroq polezniy nima deydi o'zbek tilida foydaliroq ovqat qilaylik deganman va sekin shularni qilishni boshlaganman. Erim ham, turmush o'rtog'im juda ham podдержка qilganlar shularni qilish uchun va hozir necha yil o'tdi, 3 yil, 4 yil o'tdi turmushga chiqqanda уже biz boshqacha ovqatlanyapmiz va adajonimiz so'raydilar, kelin qachon ovqat qiladi, nima ovqat qiladi va ular ham o'rganib qolishgan. Zo'rda, mana shunisi. Chunki masalan, katta xato shartda bo'ldi, hamma narsani o'zgartiramiz. Mana sizlarga selderey yeyiladi. Xato, hozir aytganimday. Sekin aytganingiz o'zgartirish kerak. 1 yilda, 2 yilda, 3 yilda, 4 yilda, lekin ular tushunganda biz ular uchun qilayotganimiz, ular sog'lom bo'lish uchun, biz bilan ko'proq bo'lish uchun qilayotganimizni bilganda, ular ham bizga навстречу kelishadi, ular ham xo'p deyshadi. Albatta. Chunki o'zi bizda shu bitta muammoga duch kelmaguncha odam harakat qilmaydi. Shu muammoga duch kelmaslik uchun, oldini olish uchun buni to'g'ri tushuntirib, siz даже sezmaysiz, faqat rozi bo'lib, menga ham yordamga boring, навстречу keling deganday qilib to'g'ri tushuntirib, oilani asta-sekin
to'g'ri yo'lga borasa bo'ladi. Просто резкий qilish kerak emas, chunki biz yoshlarga albatta osonroq. Oldik, biz bitta tashladik, bugun boshqa hayotni boshladik. Grechka bilan guruch yeymiz faqat. Har dushanba. Bo'd, kattalarga haqiqatan ham bu juda ham qiyin masala, juda ham qiyin nima. Ish uchun buni asta-sekin mana xuddi aytishadi-yu, odamlar yosh katta bo'lib borgani sari xuddi chaqaloqqa o'xshaganda, yosh bolaga o'xshaganda, ularni yana ham xuddi birinchi ular bizga qarashgan, keyin biz ularga qarashamiz. Aldab, asta-sekin to'g'ri foyda sifatida, ya'ni foydaga aldab, nima qilib to'g'ri tarzga nima qilsa bo'ladi. Keling, ozgina masalan ko'chada skabeykada o'tirmaymiz, ozgina yuramiz domi tagida masalan, mana shunaqa qilib, masalan, bir-biriga yordam berib, zo'r nimalar qilsa bo'ladi. Bizda bitta stereotip bor, go'zal bo'lish uchun boy bo'lish kerak. Sport, kosmetologiya, makiyaj, meykap va sifatli kiyimlar kiyish har doim ko'p mablag' talab qiladi deyshadi. Sizlar shu fikrga qo'shilasizlarmi yoki sog'lom va go'zal bo'lish uchun ko'p pul shart emasmi? Qo'shilmayman. Chunki hamma hozirdagi bizga sog'lik uchun yaxshi narsalarni biz o'ylaganimizcha bu marketing. Sotish uchun avokado bu marketing, matcha bu marketing. Mana bu hamma batli, bu ham hammasi marketing. Hozir odamlarga chiqyapti, sholg'om akasida полезный superfood ekan. Amerikada вообще jinni bo'lib qolgan-ku, ana ular kvashini kapustachi, oddiy o'shani yeb superfood deydi, bilasizmi? Qimmat sotib yeb yorishadi. Endi hozir ana shu superfood chiqdi. Biz buni kichkinaligimizdan mensimasdan yemasdik, voy, uyda berishadi deb. Restoranda bermaydi. Shuni deng. Sog'lom bo'lish uchun qimmat kiyim kerak emas. Chiroyli bo'lish uchun qimmat kiyim kerak emas, qimmat ovqat kerak emas. Nigina aytdi-ku, qanchalik ovqat qiyin bo'lsa pishishi, shuncha uni zarari ko'p. Makiyaj va kosmetologiyaga kelganda men вообще qo'limdan kelgancha makiyajsiz yurishga harakat qilaman, chunki makiyaj bu nabarot даже o'zimizni yuzimizni, biz nimaga yuzimizni problemamizni qimmatbaho makiyajni nimalardan ustidan yopishimiz kerak. Undan ko'ra mana shu olinadigan kosmetikani puliga to'g'ri borib yuzimizga to'g'ri uhot qilib, to'g'ri bir marta borib kosmetologga murojaat qilib ko'ring. Keyingi safar qo'lingizdan kelganda yana borib ko'rasiz, lekin shu bir marta konsultatsiyada u sizga aytadi, mana bunaqa muammongiz bor, mana shuni qanaqa tarzda buni muammosini yechimini qilsa bo'ladi. Baribir har safar o'sha pudrangizni olasiz, tonalkangizni olasiz, $50, $30 masalan. Qilmang shu narsani, sog'ligingizga sarflang. Mana shunaqa hozirgi kunda ovqatlanadigan tarzimgacha yetib kelishimga men qancha o'rganganman. O'zimni o'rgatganman. Menda nondan voz kechish eng qiyin masala bo'lgan men uchun. Men tort yemasam yemayman, pirojni yemasam yemayman, lekin piroglarni, nima deydi, o'sha xamirli ovqatlarni, nonlarni sevib yeganman. Bu narsani o'zimga tushuntirish, menga qara, bu noto'g'ri deb o'zim bilan kelishib olish, qiynalganimda ham to'xtatish yoki keyinroq ozgina yeb qo'yib, hozir yemaysan, kech bo'ldi, lekin ertaga obedgacha mayli ozgina yeysin, keyin ko'proq yurib qolasan deb o'zim bilan qancha kelishuvlar qilib men bunga kelganman. Bu bir kunda mana bunaqa bo'ladigan narsa emas. Shuning uchun buni prosta tushunish kerak. Hamma narsani ilojisi bor. Bitta tizim tuzib, bir kun mana bugun boshlayman, finalniy tochkani belgilab, men shu kungacha qilaman deb va bu qisqa muddat bo'lmasin, bo'lmasa zarar keltiradi va undan ham battar qo'yishingiz mumkin. U sizga bo'ldi. Tizim orqali har kun bitta narsani bajarib, o'zingizni qo'lga olib, haqiqatan ham bu narsani xohlayman deb chin dildan qilsa, albatta rezultat bo'ladi. Rezultat bo'lmasligi mumkin emas. Mana shu holda. Zo'r. Qizlar, rahmat. Foydali suhbat uchun. Bilaman, hali gapimiz juda ham ko'p. Yana 3-4 soat gaplashishimiz mumkin, lekin afsuski vaqtimiz cheklangan. Qadrli qizlar, go'zallik bu standartlar emas. Bu o'zingizni sevish. Moda ham trendlardan iborat emas. Moda bu shunchaki o'zingizni boringizcha qabul qilish va unikalligingizni topish. Bugungi suhbat foydali bo'lgan bo'lsa, dugonalaringizga yuborib qo'yasiz degan umiddamiz. Kommentlarda yana gaplashamiz. Ko'rishguncha xayr.